bo'g'im olsa, bel olsa, krijadir, charchagandirman, balkim kelmaydi. Oxiri jigar siroz bo'ladi yoki jigar ishdan chiqib qoladi, shunda kelishadi. Bemor so'lgan bo'ladi, shaqasi bo'lmaydi, besabab, ovqat yesa ko'ngli ayniydi, ovqat yemay qo'yadi. O'z-o'zidan mana shu narsa infeksiyangizga gepatit A'ga shubha uyg'otadi. 1,5 paket sumka narsa olib keladi-da. Bemorga olib keladi to'g'ri. Perigruz haddidan ortiq qo'lchirashlik yuqorida. Aksincha tanani bo'sh qo'yish kerak emasmi shu paytda? Siroz bo'lgandan keyin kundim davolayman desa, bilingki yo meditsina xabari yo'q, yoki mashaylik. Nima deyotganini o'zi bilmayapti. Ha, u tushunmayapti nima deganini o'zi. Endi o'sha homildorlik vaqtida tuqqandan keyin gepatit A'ni yuqtirib olsa, juda og'ircha kasallik. O'shaning uchun ham men aytardim, что vaksina oldi bo'ldi emas. Agar virusni men sizga hozir doskani olib, sxemasini, tuzilishini chizib berib, chiqadigan oqsillarni chiqarib bersam, hayron qolasiz. Juda aqlli viruslar sunadi. B ham, C ham. Jigar ichi ko'proq zararlangan, mana bu ichki o't yo'llari ko'proq zararlangan bildiradigan belgi bu. Bunaqa bemorlar uzoq sariq bo'ladi, sariq ketish qiyin bo'ladi. Assalomu alaykum. Asdash podkastining eshituvchilari, muxlislari, obuna bo'lmasdan obuna bo'lib kuzatayotgan odamlar, xush kelibsizlar. Galdagi sonimiz. Xo'p, o'tgan safar bizda qatnashgan Ro'ziyev Abdulaziz aka bilan takroriy suhbat qilamiz. Nimaga? Chunki ko'proq so'rovlarga ko'ra, ko'plab bo'lgan so'rovlarga ko'ra shu kishi bilan shu mavzuga oid narsalarni olib chiqinglar, temani olib chiqinglar, mavzuni olib chiqinglar deganligi uchun bu kishini yana chaqirdik. Bugungi podkastimizda asosiy mavzu gepatitlar. Bugungi dolzarb zamonda texnologik jihatdan biz oziq-ovqat sanoatini qurboni bo'lgan davrimizda aynan bizda jigar kasalliklari keskin ko'paydi. Gepatit nomi bilan gepatit, gepato ya'ni jigar hujayrasining yallig'lanishi, u infeksion yoki noinfeksion yallig'lanishi mumkin. Xuddi shu gepatitlar haqida, ayniqsa infeksion gepatitlar haqida bugun shu kishi bilan gaplashamiz. Bular nimaga 20-21-asrning katta epidemiyasiga aylandi? Vaqtida gepatit B'da o'sha 70-80-yillarda juda katta epidemiya bo'lgan, pandemiya bo'lgan hatto va gepatit A'da doim shunaqa muammo bor. Endi bugungi kunda gepatit B ba'zan D bilan mix bo'lib kelib turib, aholini juda ko'pchilik qismini bir umrlik nogironga aylantirib qo'yapti. Tobiga aylantirib qo'yapti, jigarni bir pasda quritib qo'yapti. Xo'p, shular to'g'risida bugun gaplashamiz. Bular boshqa joyda gaplashilmagan gaplar va chiroyli yechimlar. Afsuslar bo'lsinki, siz bilan meni turmush tarzimdagi arzimagan xatolar hisobidan biz shu tupikka, shu oxiri yo'q ko'chaga, ya'ni gepatit domiga tushib qolayotganligimizni fahmlaymiz nasib bo'lsa. Oldindan aytaman yana, podkastga podeshga kerak, bu videoni tarqatish kerak, ko'proq sizga o'xshagan odamlar ma'lumot o'laroq buni bilish kerak. Hayotimizda asl og'ir kasalliklarni asliyati oddiygina narsa. Bu sizni noto'g'ri turmush tarzingiz yoki qaysidir qilayotgan xatoingiz bo'lishi mumkin. Shu narsani aslini bilish uchun videoni ko'proq yaqinlarga tarqatinglar. Podpisatsiya bosib qo'yinglar, like bosinglar, izoh yozinglar va keyin ko'rsatuvlarda qanday mavzuni olib chiqishimiz kerak. Shu to'g'risida taklif yozinglar. Podkastni kommentariylarni bitta-bitta o'zim ko'raman, o'qiyman. Nima, qanday qiziqish bor deb. Shuning uchun izoh bildiringlar, qo'llanglar. Biz bunga rag'bat deymiz va labbay deymiz. Xo'p, Abdulaziz aka, assalomu alaykum yana bor. Xush kelibsiz. Assalom. Katta rahmat. Labbay deb chaqirig'imizga aytganingiz, kelganingiz uchun juda ko'p so'rovlar bo'ldi. Bu albatta birinchi olingan podkastdan va boshqa joydagi ikkalamiz birga bergan podkastdagi intervyudan keyin rosa insonlar qiziqib, shu to'g'risida shu kishi bilan yana suhbat qilinglar. Iltimos shu kishi ko'proq tushuntirsin dedi. Endi bu sizdagi o'qituvchilik qobiliyati, pedagogik qobiliyat bilan bog'liq. Ba'zi bir insonlarda bilim bor, uni yetkazib berish no'noq. Ba'zi birlarda oratorlik zo'r yetkazib beradi, lekin bilimni o'zi yo'q. Yo'q narsani yetkazib zo'r berganda ham foydasi yo'q. Bor narsani yetkazib bermaganda ham foydasi yo'q-da. Shuning uchun siz bilan suhbatimiz bugun takror bo'lyapti. Bugungi hozir aytganimizdek mavzumiz gepatitlar. Aynan gepatitlar nimaga bugungi kunda katta muammoga aylandi? Bizda umumiy kattaroq hajm jihatdan qarasak, nimaga 21-asrda katta muammoga aylandi? 20-asrning oxirida 90-yillarda biz buni yenggandik-ku. Nimaga 21-asrga kelib turib gepatitlar A bo'lsin, B bo'lsin, C bo'lsin, ayniqsa D. B bilan D'ni birga kelishligi nimaga katta bir muammo bo'lib ketib qoldi? Bizdan yashash tarzimizdan bir og'ir o'zgarish yoki bir kolossalniy qanaqadir burilish paydo bo'ldimi yoki? Avvalo gepatit haqida bemorlarga, insonlarga, tinglovchilarga tushuncha berish kerak. Nima o'zi? Demak, gepatit endi bu lotincha so'z. Jigar yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Gepar jigar, itis yallig'lanish. Jigar yallig'lanish kasalligi. Endi jigar yallig'lanishi nimadan sodir bo'ladi?
Xo'p, demak jigar yalinishi bevosita infektogen yoki noinfektogen bo'lishi mumkin. Aynan shu infektogen, ya'ni infeksiya sababli kelib chiqadigan gepatitlarni infeksiya davolaydi. Gepatitlarning infektogen bo'lmagan yoki yuqumli kasalliklarga bog'liq bo'lmagan qismini demak gepatologlar davolaydi. Bunga misol qilib steatoz, statogepatit yoki alkogolga bog'liq bo'lmagan gepatitlar, alkogolli gepatitlar, avtoimmun gepatitlar bor. Bular ham gepatit. Xuddi shu klinikasi infeksion gepatitlarga o'xshash bo'ladi. Farqi faqat keltirib chiqaruvchi etiologik manbasida. Qo'zg'atuvchisida. Xuddi shunaqa. Ya'ni bizda viruslar bo'lsa, ularda metabolik omillar, toksinlar va ko'plab o'zimizning immun tizimimizning javobi shunga o'xshash omillar bo'lishi mumkin. Endi bizani gepatitlarga keladigan bo'lsak, endi yuqumli kasallik, o'z-o'zidan yuqumlilik degan tushuncha, demak, bu juda ko'p insonni kasallantirish degan tushunchaga bilan mos keladi. Chunki Tarqalish tez. xuddi shunaqa epidemiyaga aytganingizdek, pandemiya sabab bo'ladi. Chunki yuqumli. Statit, statogepatit, steatoz bular yuqmaydi. U shaxs bilan bog'liq bo'ladi. Individual shaklda uchraydi, sporadiga uchraydi. Lekin bizning kasalliklarimiz yuqumlilik demak foni bo'lgani uchun demak ko'p insonlarni zararlantirishi mumkin. Xo'p, eng bularni ikkiga bo'lishimiz kerak. Yuqumli kasalliklarga bog'liq gepatitlarni demak parenteral hamda enteral. Nima degani? Demak enteral ichak, og'iz orqali yuqadigan gepatitlar hamda parenteral ichakka bog'liq bo'lmagan, qon orqali yuqadigan gepatitlarga bo'lishimiz mumkin. Bular gepatitlar deyilgani bilan A, B, C, D gepatitlar bo'lsa, beshalasi mustaqil, umuman oilasi ham mustaqil bo'lgan, mutlaqo bir-biridan farqlanadigan virus hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylaydi, bir oilani vakillari emas, deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Bu viruslar har birining oilasi boshqa, tegishli xususiyati boshqacha, morfologiyasi, mikrobiologiyasi o'zgacha hisoblanadi. Faqat o'sha keltirib bularning tropizmi bor jigarga. Jigarga tropizm sodir bo'lganligi uchun jigardagi jarayonlar deyarli o'xshash. Bu yerda tushuntirmoqchi bo'lgan narsam bor sizlarga, eshituvchilar. Gepatitlarni qo'zg'atuvchisi A, B, C, D, E turga bo'lyapmiz mana hozir viruslarni. Bular virus nima o'zida? Virus alohida organizmdan tashqarida yashash imkoniyati bo'lmagan, lekin u qo'zg'atuvchilik xususiyatini saqlagan. O'sha qo'zg'atuvchi tanaga tushgan paytda qo'zg'atuvchiga aylanib kasallik tarqatadigan narsa. Bakteriya alohida yashash xususiyati bor. Virus alohida yashash xususiyati yo'q. Virus RNKsi bor. Ya'ni oqsildan iborat bo'lgan bir nechta zanjiri bor. O'sha zanjirning turiga qarab turib A, B, C, D, E turga bo'linadi. Bular alfavitda bitta harflar emas, bir-biridan davom etadigan bitta oilaning a'zolari emas. Bular alohida turdagi kasallik. A turi misol uchun enteral gepatit. Bu faqat ichak orqali yuqadi. B turi parenteral gepatit. Bu faqat parenteral yo'l bilan yuqadi. Mana shunaqa turi bir-biridan farqli. Bu shu narsani aytmoqchi edi. Oldindan bir ma'lumot berib ketdim. Bu to'g'risida ko'p gapirashamiz. Hozir joygacha ko'rayotgan bo'lsangiz, balki internetdan ochib turib, yana ham tushunarli bo'lish uchun ChatGPTmi, shunga o'xshash narsalardan farqlab bilib olarsiz va suhbat davomida anglashingiz osonroq bo'lishligi uchun. Marhamat, davom etamiz. Xo'p, bizga xuddi siz aytganingizdek bemorlar o'sha gepatitdan farqlanolmaydi. Menda sariq kasalmikan deydi. Sariq kasal A'ga o'lchaga qo'ygan bo'lsak, aniq qilib, A chiqmagan bo'lsa, yo sizda sariq yo'q bo'lsa, ha xudoga shukr deydi. U o'ylamaydi, B, C, D bormikan hali. Ular xayolida sariq kasal desa faqat bitta ayni kasallik tushunishadi. Vaholanki sariqlik ostida juda ko'p kasalliklar bor. Nafaqat viruslar, balkim o'sha bakteriyalar chaqirishi mumkin yoki mana gerpes oilasiga tegishli bo'lgan Epstein-Barr virus chaqirishi mumkin, sitomegalovirus chaqirishi mumkin. Yoki mexanik sariqlik ham bo'lishi mumkin. Mexanik sariqlik bo'lishi mumkin aytganingizdek yoki shu tepada gematik sariqlik bo'lishi mumkin, qon bilan bog'liq. Sariqlik sabablar har xil. To'ppa-to'g'ri. Endi xalq orasida endi ma'lum mashhur so'z shu sariq kasal deyishadi. Nimaga? Sarg'aygani uchun bemorlar. Vaholanki kasalliklar kechuvida, gepatitlar kechuvida aksar hollarda sariq kechadi. Sariqlik bo'lmasiga ham mumkin shuni aytmoqchi edim. O'sha sizlar o'ylagandek sariqlik foni bo'lmasdan sariq bo'lib qolganini qayerdan bilyapsiz? Qarayapsiz, ko'zi sarg'aygan, oq bo'lishiga o'zi sklera, har qanday rangli ko'zda ko'z oq bo'ladi. Oq shoh pardasi oq bo'ladi. Shu sarg'aygan ozgina terisidan hid kelishni boshlagan, teri sarg'aygan bo'ldi. Bu sariq kasal bo'lib qolibsan deb gumonlanasiz. Hozirgi kunda o'zgargan modifikatsiyasi, morfologiyasi o'zgargan viruslarda sariqliksiz kechadi. Shuni surunkali ravishda, doimiy ravishda yallanib yuraveradi, jigar birpasdan qarasangiz serozga o'tib bo'lgan bo'ladi. Birinchi bosqich seroz bo'ladi. Xo'p, bular hozirgi mana tanishtiryapmiz. Nima uchun hozir og'irlashib ketdi ular? Biz oldin aniqlay olmaganmizmi yoki? Yaxshi savol. Endi qarang. Bu og'irlashib ketdi emas, balkim diagnostika kuchaydi juda ham. Hozir mana shunaqa strategiya ketyapti. Davlatimiz islohoti shundayki, 2030-yilga borib turib, 243-prezident farmoni bo'yicha butunlay batamom gepatit, parenteral gepatitlarga barham berilishi kerak. Qanday qilib? Vaksinatsiya, gepatit Bga qarshi vaksinatsiya, o'z-o'zidan Dga ham qarshi, Bga ham qarshi.
2001-yildan beri olib boriladi. Mana 2001-yildan 25 yil o'tgan bo'lsa, yana 5 yil ichida keskin ravishda gepatit kamaygan hozir. 2001-yildan beri tug'ilgan bolalar orasida juda kamdan kam uchraydi. Kimdan kim vaksina olmagan bo'lsa cho'p qolishi mumkin. 2001dan buyog'i esa o'zlari mustaqil agar kasallanmagan bo'lsa, hozir vaksina olishsa kasallanishmaydi. Mavjud kasallar avval kasallanganlar hozir faqat. O'shalar qoldi. Endi S bo'lsa, S'ga vaksina yo'q, lekin S'ga mavjud juda ham effektiv samarali dori vositalari bor hozir. 95-98% hollarda samarasi yuqori hisoblanadi. Ular davolasi bo'ladi. Xo'p, gepatit A'gachi shu. A endi bu mavsumiy kasallik deyiladi. Nimaga desangiz, bu A'ni xarakteri boshqacharoq. B, S'ga qaraganda boshqacharoq. A'ga qarshi kurashish juda qiyin. Chunki bu yuqish yo'li suv, oziq-ovqat, iflos qo'llar orqali yuqadigan kasallik-ku. Ham bu kasallik og'ir kechuvi juda foiz kam. Nimaga desangiz, gepatit A bilan faqat o'tkir kechadi, ostri kechadi. Surunkali kechmaydi, sirroz bo'lmaydi. Faqat endi homiladorlarda, tuqqan ayollarda, emizuvchilarda og'irroq o'tishi mumkin. Lekin unga qarshi gepatit A'ga qarshi vaksina bor. Vaksina shundayki, bolalarda, yosh bolalarda maktabga chiqishdan oldin, bog'chaga chiqishdan oldin 3 yoshidan boshlab emlanadi va unga aholida bolachalarda 10 yillik, kamida 10 yillik gepatit A'ga qarshi immunitet, turg'un immunitet hosil bo'ladi. Shu tufayli ham, demak, gepatit A'ni ham keskin kamaytirilmoqda hozir. Hozir. Lekin bu vaksina qachondan beri ishlatiladi? Vaksinani o'zi kashf qilinishi 90-yillardan kashf qilingan gepatit A'ga qarshi vaksina. Bizda ommaviy ravishda o'sha. Ommaviy ravishda mustaqillik davrida juda ko'p emas edi. Buni avvallar ixtiyoriy edi. Bilsangiz, gepatit A'ga qarshi bog'chaga ham maktab so'ramagan, emlab borib vaksina olib kelmagan. Hozir Toshkent sharoitida, biz Toshkentda turganimizni bilamiz. Bog'chaga borsangiz ham, maktabga borsangiz ham bolangiz emlanganmi degan savol berishadi, talab qilishadi. Emlanmagan bo'lsa, ilmatib keling deyishadi. O'shaning hisobiga hozir shahar urbanizatsiya hisobiga mana shaharlarda o'zi gepatit A kamayib boradi. Endi aholi orasida vaksinatsiya haqida har xil mifologik bir noto'g'ri tushunchalar bor. O'shaning uchun ham gepatit A uchrab qoladi. Uchraganda ham o'sha kim emlanmagan bo'lsa, ommatan hammaga yuqadi. Uni tagini borib surishtirib borilsa, o'sha odam gepatit A bilan emlanmagan va kasallanmagan va u aynan shu bemor bo'lib qolsa, to'g'ridan-to'g'ri katta tarqatuvchiga aylanadi. Shunday, tarqatuvchi manbaga aylanadi. O'zi epidemiologik gap bor-ku. O'choq bo'lish kerak, tarqatuvchi. Biz asosan bemor bo'ladi yoki hayvon bo'ladi. Yuqish yo'li bo'lish kerak. Suv orqali, jinsiy aloqa orqali, qon orqali yuqish yo'li bo'lish kerak va uni yuqtirib oluvchi moyil organizm bo'lish kerak. Ya'ni odamlar xo'jayin bo'lish kerak. Mana shu 3 ta zanjir bittasini ustiz bo'ldi. Yoki yuqish yo'lini, yuqish mexanizmini yoki o'chog'ini o'chirsangiz, o'zi kasallik to'xtaydi. Yuqish yo'li bormi? Demak, yuqmaslik yo'li ham bor. Uch taraflama ham bor bizda. Yuqish yo'liga barham bering, mexanizm o'chirib qo'ying, bo'ldi, bu yoqqa zanjir davom etmaydi o'z-o'zidan. Tushunarli. Xo'p, nimaga unda gepatit A'ni biz yenggan bo'lsak, mana siz gapingiz bo'yicha deyarli kamaytirgan bo'lsak, vahimasi juda kuchli. Ha, vahimasi. Panikasi juda vahimali. Bolam sariq bo'lib qolibdi, yo biz diqqatimiz oshib ketyaptimi bolaga nisbatan, yo kasallikka nisbatan qabul qila olmayapmizmi oldingidek? Erkin qabul qilinadi-ku oldin bu narsa. Hozir ijtimoiy masala ko'taryapmiz deb o'ylayman. Chunki конечно, sotsiologik muammoda bu bizda. Shunaqa. O'zi aslida gepatit o'sha avvalgi gepatit, hozirgi gepatit bir xil narsa. Bir xil. Kechuvi ham bir xil, uchrash soni ham bir xil. Xuddi shunaqa. Kechish, yuqishi ham, davr patogenezi ham bir xil. Faqat aholi orasida aytganingizdek vahima bor. Oddiy shamollab qolsa ham ota-ona ko'tara olmayapti. O'zi ismimiz baland ketdi, nima qilsam ekan. Avvallar dori bo'lmagan, tibbiyot bu darajada bo'lmagan, lekin bu darajada vahima bo'lmagan. Hozir endi bolajonlar kasallik qolishsa, nima qilay deb shoshib qolishadi-da. Unaqa bo'lish kerak emas. Gepatit A ham deyarli endi mubolag'a bo'lmasin, grippga o'xshagan kasallik. O'zining davri bor. Aytdim-ku, faqat o'tkir kechadi, ostri kechadi faqat. Surunkali o'tmaydi. O'sha o'si davrida sal sabr qilish kerak. Ma'lumot jigar zararlaydi. Jigar keyin o'zi tiklab oladi, keyin shu bilan gepatit A'dan xalos bo'lamiz. Asot sifatida faqat endi mana bu o't yo'llarida qiyshaysh, xolestit qolishi mumkin ozroq bo'lsa. Yo'llarda intragepatik yo'llarda zararlanish hisobiga. Vaholanki og'ir asoratlar yo'q. Faqat 0.1% yoki undan ham past foiz hollarda fulminant gepatit degan asorat bor. Bu endi og'ir o'tadi juda ham. Ya'ni fulminant gepatit ko'proq aholida ayrim bir moyil insonlar bor. Hammada emas. Nima bo'ladi unda? Fulminant gepatit bu fulminant so'zi ma'nosi chaqmoq simon, ruschasiga malinoz deyiladi. Malinoz. Keskin kechishi. Keskin kechadi. Organizm immun javobi juda ortiqcha javob beradi. Giperreaktiv javob bergan hisobiga jigarda mamotoroq tashlaydi immun tizimi. Jigarda nekroz, massiv nekroz o'chiradi. Avtoimmun jarayonga o'xshab ketadi. O'xshaydi. Lekin aslida avtoimmun jarayon o'ziga qarshi kurashadi. Bunda aslida virus shunaqaki, sitopatik ta'sir yuqori bo'lgani tufayli organizmdagi hujayraviy immunitet farqi yo'q. Boyaga hujayra yo'q, virus yo'qotaman deb barcha hujayralarni nobud qilish mumkin. O'zi jigar hujayralarini 80% gepatit tashqi qilsa,
pulymet gepatitda 10% tushadi gepatitlarning miqdori. Deyil yo'q qo'rar ekanda. Juda ayanchli kasallik hisoblanadi. Uni qisqa vaqtda yo'q qiladi yana. Ha, buni juda anaqasi og'ir. Faqat agar imkon bo'lsa, bemor omon qolsa jigarni almashtirish mumkin. Omon qolsa mo'jiza, bo'lmasam bemorni olib ketish mumkin. Bu juda kam foiz uchraydi lekin. Tushunarli. Xo'p, gepatit A ga o'tib ketib qoldi tema. Endi hozir men boshida bergan birinchi savolim javobini menimcha oxirida anglab yetamiz. Gepatitdan bitta gaplashib hozir. Gepatit A tabiatda qayerda yashaydi virus o'zi? Xo'p, gepatit A bilan Y biz boya aytdik enteral. Bularning tuzilishi jihatda mana og'iz orqali tushsa kasallik chaqiradi. B, C, D og'iz orqali yuqmaydi. Ya'ni iflos qo'l og'iz orqali yuqmaydi. Bo'lsa ham yuqmaydi. ichakdan o'tib ketaveradi. Ha, ichakka o'ta olmaydi ham eng qizig'i. Nimaga desangiz, gepatit B, C, D tuzilish jihatdan juda ham zaif, mustahkam emas. Ya'ni tashqi muhitga chidamsiz. Ichki muhitga ham chidamsiz. Oshqozonning kislotada muhitda o'lib ketadi u. Xuddi shunday, kislotasiga chidamsiz. Chunki ularning qobiq lipiddan iborat. Lipid qobiq kislotaga chidamsiz hisoblanadi. O'shaning uchun ham kasallik chaqira olmaydi. Gepatit A bilan Y'niki uni qobig'i lipid qobig'i emasda, ular qarang. Bizlarning ingliz tilida bu termin yaxshi berilgan, o'zbekchaga tarjima qilsangiz sal o'xshamay qoladi. Enveloped virus deyiladi yoki non enveloped deydi. Qobiqli, qobiqsiz bizlarni tarjima qilgan. Unaqa emas. Ikkalasida qobiq bor. Faqat enveloped qobiqli B, C, D lipid qobig'i bor. Xuddi bizga o'xshab membrana hujayralarimiz ikkita qavatli lipid membrana-ku. O'sha membrana bizdan olgan bo'ladi viruslar o'zi. Ajralib chiqayotganda bizdan oladi o'sha lipid qobig'ini. Lekin u lipid qobiq tashqi muhitga ham chidamsiz. Organizm kislotali muhitga ham chidamsiz. Faqat qonga tushsagina faollashadilar. A bilan Y bo'lsa, uni qobig'i oqsil qobiq. Oqsil u mo'shti qobiq. Tashqi muhitga ham chidaveradi, haftalab, oylab, yillab og'izga orqali tushadigan bo'lsa, kislotaga ham chidamli. Kislotaga bardoshli bo'lgani uchun og'izdan o'tib bemalol chakka tushib, keyin kasallik chaqaveradi. Chidamliligi zo'r. Ya'ni albatta bemor organizmda bo'ladi, ba'zan o'choq bemor organizm ba'zan hayvonlar ham bo'lishi mumkin deyilgan. Hayvonlar suv, ma'lum yuzalar turib yashab qoladi, tashqi muhitga chidamli bo'lgani uchun. Shuning uchun mavsumiy ravishda bir insonda yuqsa, kim kasallanmagan bo'lsa, ommadan kasallikka uchrashi mumkin bemorlar orasida. U to'g'ridan-to'g'ri bemor bilan kontakt bo'lganda, ko'rishganda yoki bir xil idishdan birga choy ichganda, suv ichganda, maishiy kontakt asosan endi. Ijtimoiy maishiy kontakt. Chunki bolalar kollektivida bog'chaga boradi, maktabga boradi, bir-birini o'yinchoq o'ynaydi, sochig'i, qog'ozi, tualeti bir xil ular. O'shanda yuqish ehtimoli yuqori juda. Endi yana bir narsa aytish kerak, bizada dezinfektantlar bor-a? Kasalxonalar ta'minlangan, bog'chalar ta'minlangan. Eng yomoni hamma ayblaydi. Bolachalar gigiyenaga rioya qilmaydi, iflos qo'l deydi-yu, aslida unaqa emas. Bolachalarga aslida gigiyenaga rioya qilinishi kattalardan ko'ra ko'proq qaraladi. Qo'lini yuvdiradi, misol uchun, sovunlar yuviladi, boshqa qiladi. Nimaga ular ko'proq chalinadi? Birinchi sabab ular kasallikka hali chalinmagan bo'ladi. Organizm hali gepatitni tanimaydi. Birinchi yo'liqqani uchun ko'proq kasallanadi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi viruslar, gepatit A virusi, rotaviruslar, bular qobig'i oqsil bo'lgani uchun tashqi muhitdagi dezinfektantlarga chidamli hisoblanadi. Chidamli. Sovunga ham chidamli. Yuvsiz ham ketmaydi. Voy mashalloh. Shuning uchun bu bechalar bolachalar kasallanib qolishadi bu bilan. Ming gigiyena rioya qiling, o'zini chidamligi bo'lganligi tufayli kasal chaqiradi. Qo'polib aytganda bunday tushunsa bo'lar ekan, yosh katta odam, 20 yosh, 30 yoshli inson bu boshqa kasalliklarga nisbatan qaraganda buni sumkasida immun hujayralar ko'p. Butun kasalliklarga nisbatan. Mana bolalarning immun hujayrasi bazasi katta emas. Bizada shakllangan, yetilgan hisoblanadi. Bizada mana misol uchun boksyor bor, yosh bokschilar ringga tashlasangiz, yosh bokschilar hali yosh-ku. Yuz qo'yadi, hali tushunmaydi. Ko'p manevr bilmaydi. Professional bokschilar o'zi biladi hamma narsa. Qayerda zarba berish kerak, qanday zarba kutib olish kerak. Mana shu trening deyapti. Trening immun tizimida ham bor. Immun tizimi yosh o'tgan sari trening boradi. Boyagi viruslar bilan, bakteriyalar bilan yosh o'tgan sari xuddi bizga o'xshab, ular ham baquvvatlashib boradi immun tizimi. Bu xuddi tajriba o'z so'zini aytadi degan gap ekanda. Xuddi shunaqa. Yosh bolalar bechoralar zaifroq endi u. Sekin-sekin shakllanib boradi. Shuning uchun bolada ko'proq zararlanadi. Xuddi shunday. Xo'p, necha yoshgacha zararlanish mumkin? Men, misol uchun gepatit A bo'lmaganman. Men hozir 40 yoshdaman. Men ham zararlanish mumkinmi? Shu savolni sal boshqa berish kerak. Menimcha, necha yoshdan zararlanadi desa to'g'ri bo'ladi. Yoshdan. Necha yoshdan? Nimaga desangiz, ko'pchilik adashuv bilan. Misol uchun bemorlar keladi, 6 oylik, 8 oylik gepatit qoldi deb keladi. Vaholanki, ona agar yoshligida gepatit o'tkazgan bo'lsa va unda turg'un immunitet qolgan bo'lsa, demak unda antitiyela mavjud. Bu antitiyalarni ona homiladorlik davrida hamda tuqqandan keyin sut orqali bevosita organizmga bolaga berib turadi. Passiv immunitet shaklida berib turadi. O'shaning uchun ham immunitli bolalar bu kasallikka moyil emas. 1 yoshgacha uchramaydi degan kitoblarda. Ba'zan immunitet bolalar immunitet pasmi bo'lib qolishi mumkin. Обычный holatda, normal holatda bolalar 1 yoshgacha uchramaydi kasallik bilan.
1 yoshdan keyin boshlanadi asl muammo. Даже 1 yoshdan keyin ham ushlash qiyin agar bola emib yurgan bo'lsa. Chunki onasidan passivniy antilar olib yuribdi-da. O'sha hisobiga ko'pincha uchragan yosh 2 yoshdan keyin. Bekorga emlanish 3 yoshdan emas-da. 3 yoshdan emas. Emizlik davridan keyin. Xuddi shunaqa. Endi boshlash davrim shu oldiga. Endi bu yog'i agar siz yo men yoshligimizda gepatit A'ni umuman yo'qlagan bo'lsak, organizm tanishmagan bo'lsa hali. Ishoning, agar siz 50 ga kirsangiz ham, 60 ga kirsangiz ham tanishib qolsangiz, tushib qoladi organizmga. Kasal chaqiradi. Chaqiradi. Agar emlanmagan bo'lsa. Emlanmagan bo'lsangiz, kasallanmagan bo'lsangiz, albatta kasallanishingiz mumkin. Chunki bizning shifoxonamizda mana o'tkir gepatitlar bo'limi bor. 50 yoshli chollar ham bor. Yosh kattalar ham bor. Yosh katta 30 yoshlilar ham bor. O'sha qoladi. Chunki ular yoshligida yoki mana vaksinatsiya bu bir qo'rg'onda. Vaksinatsiya hisobiga mana bu vaksina bo'lgan bemorlar mavjud kasallikni ichkariga o'tkazmaydi. Ichkarida kim bor? Kasallanmaganlar bor, vaksina olmaganlar bo'lishi mumkin. Endi qachonki o'sha vaksinatsiya olish pasaygan, zanjir uzilib qoldi va qo'rg'on buzilgandan keyin virus ichkaridagi kasallanmaganlar tushib qolsa, u kasallik chaqiradi. Har qanaqa yoshda. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Tushunarli. Xo'p, buni birinchi belgisi nima? Gepatitlarnimi? Gepatitlarni desak ham bo'ladi, mayli gepatit A ni, chunki bu interalda. Shunday. Interalda mana gepatit Y qo'shimcha mix bo'lib qolsa, B ga nisbatan birinchi belgisi nima? Qayerdan biladi? Sarg'ayishdan oldin uni belgisi bor-ku. Shunday. Xo'p, bu savol ko'p berishadi. Misol, bola kasallangan bo'lsa, ikkinchi bolamni ham vaksina qilishim kerakmi? Davolashim kerakmi? Nima qilishim kerak? Nima qilaydi? Hali kasal belgilari yo'q. Xo'p, endi bizani yuqumli kasalliklarimizni o'zining kasallik davrlari bor. Inkubatsion, prodromal, avj olish, so'nish davri bor. Aynan inkubatsion davr maksimum 3 oy deyilgan. Gepatit A'da. A'da maksimum 3 oy inkubatsion davr. Tushdi organizmga to kasallik belgilari chaqirguncha 3 oy o'tishi mumkin. Bu degani hozir gepatit A bilan og'rigan va u infeksiya tarqatayotgan bemor bilan bitta ijtimoiy muhitda bo'lib qoldi, bitta davrada o'tirdi yoki bir xil ovqat yedi. Ular nimadir bo'ldi, kontakt bo'ldi, virus yuqdi. 3 oygacha bo'lgan davrda bu kasal bo'lmasdan yuraverishi mumkin. 3 oydan keyin kasallik yuzaga kelib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa. U o'rtacha 35 kun, 50 kun deyilgan. Kasallik paydo bo'lish, belgilar paydo bo'lish davri. Bu degani buni qo'zg'atuvchi topish, yuqqan davran topish juda uzoqlashib ketadi. Qiylashib ketadi. Shunaqa organizm javob bermaydi bu davrda. Organizm kirib jigarga o'rnashib, ko'payib jigarda yemirguncha bo'lgan davr sal uzoqroq. Bu degani nariga tarqatuvchi yuraveradi bemalol trassada. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Endi qarang, inkubatsion davrlari oxiri prodromal davr to sarlik davrgacha gepatitlar yuqumligi yuqori hisoblanadi. Tushundingizmi? Sarilib boshlaganda yuqmaydi. Eng qiziq joyi, eng kulminatsion joyi gepatit A'ni boshqa gepatitlar farqi sarlik bo'lgandan keyin bo'ldi. Sarlik paydo bo'lgandan keyin yuqumligi o'chadi, so'nadi. To'xtaydi yuqumli davr. Lekin ungacha bo'lgan davr yuqumli hisoblanadi. Aynan sarlikgacha bo'lgan davrni tashxis qo'yish qiyin o'zi. Hamma biladi sariq bo'lgandan keyin sariq bo'lsa deyishdi. Lekin ungacha davr qiyinroq. Pashar yoni bo'ldi ko'p paytgacha. O'chgandan keyin hamma daynos qo'yadi u narsani. Chunki sarlik bo'lgandan keyin xuddi yering absess bo'lib tursa, kessiz chiqib ketadi-yu. Xuddi shunaqa bo'ladi-da, kasal bemor yengillashgani kabi sariq bo'lgandan keyin bemor yengillashib boshlaydi. Hozir bu yerda tushunishimiz kerak bo'lgan, bu tomoshabinlar ham tushunishi kerak bo'lgan bitta nuqta bor-da. Mana bugungi chizada mana gepatit A yuqdi bitta bolaga, 10 yoshli bola deylik. U 70 kundan keyin belgilar yuzaga keldi. Ya'ni isitma, holsizlik, lanchlik, ichki ketishlik, shunga o'xshash belgilar ketdi-da. Bu 70 kunni ichida yana bir 20 kun davom etsa davr o'sha 90 kun davomida yuqumlimi endi u? Sarlikgacha. Buni o'zi deyarli tarqatuvchimi? Oilada 3 ta farzand bo'lsa, 10 yoshli bo'lsa, buni opasi, ukasi bor. Bu ularga tarqatuvchi bo'la oladi to'g'ridan to'g'ri. Shunday. Lekin o'zi kasallanganini bilmaydi hali. Shunday. 70 kun davomida o'zi virus tarqatayotganini bilmasdan yuraveradi. Shunday. Xuddi shunday. Juda ayanchli ekanda bu. Shunisi yomon. Shuning uchun epidemiologik ahamiyati muhimda bularni. Mana hozir bittasi aytib o'tay. Kasallik belgilari masalasini to'xtalib o'taman. Gepatit A, B, C, D yillarning umumiy sindromlari mavjud. Kasallik belgilari mavjud. Masalan, sariliksiz, olib tashlasiz. Sarilik u xos belgi. O'ziga xos belgi shu. Patognomon belgi sarilik. Hammamiz bilamiz. Sarilikdan tashqari bo'lgan kasallikka tashxis qo'yishga bizga qiyinchilik tug'diradigan, chunki boshqa kasallar uchun belgilar. Ya'ni kasallikka xos bo'lgan belgilar bor-da. Birinchi sindrom bu dispeptik sindrom. Dispeptik. Ko'nglanish, qayt qilish, ochtaqa bo'lmasligi, bular hamma dispeptik sindrom. Bu sindrom bilan siz gepatit A deb qo'yishingiz qiyin bo'ladi. Bunaqa sindromlar deyarli birinchi ovqat ich buzilishi deymiz. Buzilgan ayniga ovqat yeb qo'yibdi deymiz. Shunaqa gumonga boramiz. Bu dispeptik sindrom bu, birinchi sindrom. Ikkinchisi bu grippsimon sindrom. Grippsimon o'ziga ma'lum. Shamollash, isitma, bosh og'riq, qancha sindrom bo'ladi. Bu sindrom aslida gepatitga bu ikkinchi sindrom hisoblanadi. Lekin bu
sindromlar bilan biz shamollarni yengil deb qo'ya qolamiz. Uchinchi sindrom bor, bu astena vegetativ sindrom. Astena vegetativ. Ya'ni bemor besababdan yotoqchilaydi, holsiz bo'ladi, charchoq bo'ladi. Diqqat pasayadi. Onlar keladi, bola shamollagandi, yomon ovqat yemagandi, yaxshi yurdi, holsizdan qoldi, faqat yotadi deydi. Faqat cho'zilib qoladi deydi. Sog'lik hali yo'q. Sog'lik hali yo'q. Astena vegetativ sindrom 3-sindrom bo'ladi. 4-sindrom bu artralgik sindrom. Bo'g'imlarda og'riq bo'lish sindromi. Gepatit A'da. Yo, hamma gepatitda. Hamma gepatitda. Hozir aytgan hamma gepatitga tegishli. Artralgik S'da ham, B'da ham. Ha, S'da o'zi S, B'ga tegishli narsa. Aytaman hozir joyini. 4-inchisi artralgik bo'lsa, 5-inchisi bu mix, hammasi aralash bo'ladi. Endi gepatit A bilan Y ni B, S bilan farqi artralgik sindrom yo'q bo'ladi. Bo'g'imlarda og'riq bo'lmaydi. B, S'dagi, ayniqsa B ga, S ga xos. Hozir tepada sanagan 4 ta belgimiz birontasi alohida ravishda uchraydi. Bular har qanday kasallikka gumon qiladigan narsa. Xuddi shunaqa. Shuning uchun bunaqa vaqtda tashxis qo'yish qiyinroq bo'ladi. Hech kim men eshitmagan shu paytgacha bo'g'im og'rib qoldi, gepatitga tekshirib kelaychi degan narsani. Yo'q, bo'g'im gepatit A'da uchramaydi, lekin gepatit B'da uchraydi. B'da misol gepatit bo'lib qolgan odamni bo'g'im og'rib qoldi, gepatit bo'lib qolgan bo'lishi mumkin degan gapini eshitmaganman-da. Chunki o'zi aslida B, S'd subklinik ichadi. Klinik bermay ichadi. Ayniqsa S juda yomon, yoqimtoy qotil deyiladi. Laskovich убийство deyiladi, killer deyiladi. Bemorni sekin-sekin sindromlarni sekin sal beradi. Unaqa bizning bemorlarimiz unaqa shikoyatlar kelmaydi kasalxonaga. Bo'g'im og'riq charchaganman. Bizning odamda kelmaydi o'zi aslida. Shunaqa. Bo'g'im og'risa, bel og'risa, grijadir, charchagandirman, narkozdan kelmaydi. Oxiri jigar siroz bo'ladi yoki jigar ishdan chiqib qoladi, shunda kelishadi. Keyin qarasaki, qonda S yoki B chiqib qoladi. Siz qachon qilib olasiz? Menda xudo ursin hali analiz qilib bilmaguncha bilmaganman gepatit B boring deydi. Umuman xabar yo'q. O'zligi jigardan chiqqan bo'ladi u vaqtda. Zo'r narsa bundan tushunarli. Xo'p, ularga gepatit B'siga hozir davomida o'tamiz. Bizga muhimi mana gepatit A yuqdi. Yuqumlilik davrini 3 oygacha bo'lishi mumkinligini bildik. Yuqishi har qanday ovqat narsasidan to'g'ridan-to'g'ri kontakt bilan yuqadi. Birinchi belgi. Kasal belgilari? Biz bo'yi aytdik, demak, astena vegetativ, dispeptik, gripsimon, artralgik hamda aralash. Mana shu belgilar bularga xos. Gepatit A'ga xos. A'ga faqat artralgik yo'q. Bo'g'im og'rimaydi. Bola lanch bo'ladi. Bola lanch bo'ladi. Eng ko'p uchragan narsa bolalar lanchligi. Hozir bo'ladi, yotoqchida yuradi bola. Aytadi, 3 yoshli bola. Bolamni to'xtatib bo'lmasdi deydi. Tinmas deydi. Hozir hiperaktiv bo'laydi. Hiperaktiv bo'laydi. Hozir umuman qimlamay qolgan deydi. Ko'rsangiz yaxshilik ko'rinadi ko'zingizga. Sizga yaxshi ko'rinadi, bilmaysiz. So'nib qolganday. Shunaqa. Bemor so'lgan bo'ladi, shaqasi bo'lmaydi, besabab. Ovqat yesa ko'nglanadi, ovqat yemay qo'yadi. O'z-o'zidan mana shu narsa infeksiyangizga gepatit A'ga shubha qo'yadi. Va o'shanda analiz qilsa, ALT oshgan bo'ladi. Sog'lik bo'lmasa ham. Sog'lik bo'lgandan keyin onasi aytadi, sariq qolibdi deydi, olib borishim kerak benzinga deydi. ALT bu jigarning yallinlanishini bildiradigan markorlar. Markor degani bitta belgi. ALT oshsa bu jigarning faoliyati bizdagi bor yomon mahsulotlarni filtrlab turib, maxsus bir laboratoriyadan o'tkazib, shuni aylantirib yuborishda, o'zi doimiy narsa. Bu to'g'risida alohida bir mikrobiologlar bilan yoki bo'lmasa biokimiklar bilan efir qilganimizda, podkastlarimizda gaplashamiz. Buni zaxiraga olib qo'ysanglar. ALT esa jigarni har kunlik ish faoliyati 24 soat qiladigan ishi u. Mana bu moddadan bu moddani paydo qilish kerak. ALT esa shunday me'yorda turadi. Endi ALT ning balandligi jigarni o'zini to'g'ridan-to'g'ri to'qimasini zararlayotganligi belgisi bo'ladi. Mana aytayapti hozir 90 kun davomida inkubatsion davri, ya'ni yashirin davri, virus yuqtirganini o'zi ham bilmaydi, tashqariga ham bilmaydigan davrdan o'tgandan keyin birinchi belgisi bemor lohas bo'lishi mumkin, holsiz bo'lishi mumkin. Va o'sha paytda to'g'ridan-to'g'ri infeksionist yoki har qanday mutaxassis gumonlansa, o'sha bemorda ALT qoni biokimik tahlilda oshgan bo'ladi. Yana Xo'p, va sariqlik. Sariqlik bo'lsa bilirubin. Bilirubin bo'ladi. Endi qarang, sariqlik boya aytdik-ku, gemolit jigar usti, jigar osti bo'lishi mumkin. Mana shu narsani biz infeksiyonistlar ham boshqa mutaxassislar bilish kerak. Agar jigar osti bo'lsa, xirurg ishi u. Jigar bizning ishimiz. Jigar usti bo'lsa, sizda gematologlar ishi bo'ladi. O'shani to'g'ri farqlab olishimiz kerak. Bizga kasallik keladi. Masalan uchun, menda deydi, ALT oshdi deydi. Menda ALT oshib, shunga infeksiyonistga yubordi, kuriga deydi. Normasi misol uchun 68 единица bo'lsa, ALT normasi. U bemorda misol 98 dir, 88 dir. Biz qo'rqmasa aytamiz, bu gepatit emas deymiz, baravar deymiz. Ha. Tushunyapsizmi? Bu nim oshish, juda kichik miqdorda oshishi bu gepatit bildirmaydi. Aniq belgi emas u. Ha, aniq belgi bu aniq aytasiz, bu gepatit emas deysiz. Nimaga desangiz, toksinlar ta'sirida, dorilar ta'sirida, shamollash ta'sirida jigar reaksiya beradi shunaqa. ALT oshib qoladi, lekin u juda kam bu. 88, 100 ham darajada kam. Bizda karra oshadi.
68 karrasiga ko'paytirasiz. 120, 200, 400, даже 1000. Mana shunaqa sonni bo'ladi. Nimaga? Chunki massiv nekroz bo'lish kerak-da. Shunda gepatit biz gumonlanib qolamiz. 7 virus bo'lishi mumkin deymiz. Virus bitta joy zararlamaydi, ommadan zararlaydi. Shuning uchun IL-3, IL-6 karra oshishi bizga xos belgi hisoblanadi. Tushunarli. Bilirubin ham shunaqa. Bilirubin boya aytganimizdek, bilirubin bog'langani bor, bog'lanmagani bor. Misol uchun jigar funksiyasi bog'lanmagan bilirubin bog'langan aylantirish. Ya'ni yog' deruvchini suv deruvchiga aylantirish. Suv deruvchi aylantirish orqali o't yo'llari bilan ichakka tushiradi. Yuvarish. Chiqaveradi. Chunki bilirubin toksin. Organizm uchun bu zahar hisoblanadi. Uni yuvish jigar vazifasi. Aynan bizani gepatitlarimizda gepatitlarni zararlanish hisobiga mavjud bilirubinlarni zararsantirish funksiyasi pasayadi. O'z-o'zidan bu bog'lanmagan bilirubin ko'payishiga olib keladi va yana ikkinchi omil hosil bo'lgan chiqarilishi kerak bo'lgan bog'langan bilirubinlar chiqadigan yo'llariga ham zarar yetadi. Ya'ni yog'lanish mavjud patologlar yo'llarni o't yo'llarini ichki intragepatik o't yo'llarini siqib qo'ygani uchun shishiga olib keladi. Bog'langan bilirubinlarni ham ko'paytiradi. Bu degani ham bog'langan, ham bog'lanmagan bilirubin oshadi degani. Ko'pincha bizlar ko'rganimizda bog'langan bilirubin miqdori ko'proq bo'ladi. Bu nima degani? Jigar ichi ko'proq zararlangan, mana bu ichki o't yo'llari ko'proq zararlangan bildiradigan belgi bu. Bunaqa bemorlar uzoq sariq bo'ladi, sariq ketish qiyin bo'ladi. Sarg'ayish davri uzoqroq bo'ladi. Bemor bir oy bo'lsa ham sarg'ayish ketmay qolishi mumkin. Chunki ichki o't yo'llari buzilgan bo'ladi. Tushunarli. Bu seryoz narsa ekanda. Bu narsani ko'p tushunamiz. Bemorlar keladi, yaxshi bitta sarg'ayish ketish qiyin bo'ladi. Bu xolistatik forma deyiladi bizda. Xolistatik forma u turib qoladi ichkarida ancha vaqt. Sekin keyin yo'q chiqib ketishi mumkin inshaalloh. Xo'p. Mana tasavvur qilaylik, o'sha virusni yuqtirdi, IL-test oshdi va bemorda sariqlik boshlandi. Bu degani bemorning yuqumlilik davri tugadi. Gepatit A'da. Ya'ni virusni tana o'ldirib yengib bo'ldimi o'zi? Qarang, A tushib organizmga, savol tushundim. Jigarni zararlab, to immunitet ularni ko'rmaguncha faol bo'lib turgandi. Lekin bitta xususiyati bor. Nimaga surunkali kechmaydi A misol uchun? Chunki u sitopatik ta'sir ko'rsatadi. Sitopatik degani tushgan joyni zararlaydi. Bu signal bo'ladi immun tizimiga. Agar siz tushgan joyni zararlamasangiz, immun tizim hali tanimaydi, bilmaydi. Zararlamaganini qanday biladi? Mexanizm topish kerak-da u. Immun tizim javob bermay turadi. Lekin bu A'ni ahvoli shundayki, virus uchun o'zini ish qolmasin. Hali tushgan joyni zararlab qo'yadi, birdan belgi qo'yadi. O'g'ligini bildirib qo'yadi. Aytadi, seni barmog'ing qiyshiqlik raqamida biladi dedi-yu. Xuddi shunaqa. U ayol xuddi shunaqa qilig'i bor-da. Bildirib qo'ygan sitopatik ta'sir o'tgani uchun jigarlarni massiv nekroz o'tgani uchun immun birdan javob beradi. Birdan javob berganligi fazasida yuqumli to'xtab qoladi. Chunki organizm unga qarshi juda mo'sh javob beradi. Demak, xullas uni yengib tugatadi. Xuddi shunday. Sariqlik boshlandimi, biz o'ylaymizki, bolada endi bu yoqga bundan ortiq xavf yo'q. Virusni yuqish masalasida xavf yo'q. Yuqish masalasida yo'q. Endi jigarni hujayrasi ham zararlab bo'lgandan keyin yo'q. Hali bitta masala xavf bor-da. Hali immun javob qanaqa javob beradi? Agar unga munosib javob bersa, gap yo'q. Lekin nomutanosib javob berishi mumkin. Ba'zan immun javob unga ortiqcha javob beradi, ortiqcha. Ortiqcha javob berganda immun tizim jigarni ko'proq zararlab qo'yadi. O'zi zararlab qo'yadi. O'ziniki o'zi. O'shaning uchun ham virus yuqtirmagan taqdirda ham jigar zararlangan hisobiga ismi tushmaydi. Mana bemorlar keladi, sarg'ayish davri, lekin ismi tushmaydi. Nimaga? Immun javob qattiq bo'lyapti unda. Shuning uchun bizda ana ayrim yosh kattalar aytadi, bitta desak qo'ygin deydi. Bitta desak qilsangiz, hali o'chib qoladi anaqasi. Immun tizim pasayadi tizim. Agar shu bilan to'xtasa, agar jarayon. Aksincha o'sha paytda pasaytirish kerak bizga. Yordam kerak. Shunaqa. Uni sizlarga o'xshagan bir farosatli, bir anglaydigan odamlar yetmasa, qolganlar o'tiraveradi, immunitet bizda ismi zo'r o'zida yordam beradi bu yerda, va? Shunaqa. Lekin u bir marta, ikki martalik, unaqa sxemni bermaymiz biz. Xuddi puls terapiya boshqa. Razvoy. Bir marta beramiz, hali shuni o'zi effekt beradi. Shunga kelsa tushib qoladi o'z-o'zidan. Shunaqa. Ya'ni gepatit bu organizmda nafaqat infeksiya, balki immun javobida ham ahamiyati bor. Immun javob bilan birga kechadigan jarayon. Tushunarli. Xo'p, ismi qancha vaqt davom etadi bularda? Har xil. Bemorda qachon boshlanadi? Ismi prodromal davrdan boshlanadi. Prodromal davrdan boshlanib, to o'sha sariqlik bemorda virus yo'qolib, immun javob so'nguncha bo'ladi. Ya'ni o'zi uzoq bo'lmaydi ismi. Javob o'zi odat saviyasi qancha? 10 kun primерно. Yo'q, 10 kun bo'ldi. Nechagacha ko'tariladi ismi? Ismi aytdim-ku, immun javob kuchiga bog'liq. Agar aniq chegarasi yo'q. Aniq chegarasi yo'q. Subfibril. Odatda subfibril. 37 bo'lib turadi. Shunaqa. Ba'zan chiqmaydi ham ismi. Bu bitta chiqmaydi ham. Lekin chiqsa 38 ga ham borishi mumkin, 39 ga ham borishi mumkin. Juda yuqorisi kammagan bo'ladi. Mana shu subfibril, fibrilitetda orasida yuradi ismi. Bu keyingisi ich ketishi. Diareya bo'lishi mumkin. Chunki bular enteral gepatitlar. Hammada bo'ladimi? Yo'q, hammada bo'lmaydi. Ayrim bemorlarda ich ketishi ham unaqa bir diareya bo'lib turib, kunlab bo'lmaydi.
Ha. Xuddalik disbakteriya o'xshab bir bo'lib qo'yadi, ichib ketib qoladi. Asosiy naborot ich qotish bo'ladi. Bemorlarda. Ich qotish. Ich qotish. Nima uchun? Chunki biz boya aytdik, jigar ichi o't yo'llari zararlandi, o't chiqish qiynaladi. Bilsangiz, ahad oqaradi. Nimaga? Chunki ahadga yaxshi yog' tushmayapti, o't tushmayapti. hazm qilmaydi. Hazm qilinmagan yog' ichni qotiradi o'z-o'zidan. O't ichi yurish qiynaladi. Ichi qotar bemorlarimiz. O'shaning uchun gepatit A bo'lgan bemorlar, B bo'lgan bemorlarga duyfalak beramiz, ichini yozish uchun. Nima bo'lsa ichi yurib ketish kerak. Ichi qanchalik qotsa, qanchalik turib qolsa, axlat ichakda shunchalik toksin yana zurilib, jigarni battar yana chuqur jarlikka tushiradi. Xuddi shunaqa. Jigar gullab oshgani uchun duyfalak berib qo'yamiz. Tushunadi. Yana nima belgilar bo'ladi? Hop, ismini aytdik, grippni belgitdik. Ko'ngil aynishi bo'ladi. Ko'ngil aynishi aytdik. Og'riq bo'lishi mumkin, jigar kattalashadi aytmoqchi. Jigar nafaqat o't yo'llari zararlanishi, balki immun javob hisobiga, ya'ni infiltratsiya bo'ladi bu yoqda, limfaslar infiltratsiya qiladi jigarga. Bilasiz, infiltratsiya yalllanish degani o'sha yallanishda 5 ta faza bor, 5 ta belgilari bor. Kolor, rubor, tumor, funksiyalizatsiya, isitma. Mana shu fazada jigar kattalashadi. Gepatomegaliya va gepatosplenomegalia bo'ladi. Taloq ham jigar kattalashadi. Va o'sha kattalashgan fonda og'riq bo'ladi. Jigarning o'zida kapsulasida og'riq sezish sensiti bor, o'zida yo'q. Qachonki jigar o'zini hajmidan maksimal kattalashib, kapsulani siqishni boshlagandan keyin gilson pardasi taglashganda o'sha og'riq bo'ladi. Va hovli ravog'idan chiqib ketadi ancha jigar. Taloq ham kattalashadi u fonda. Hammada albatta kattalashadimi jigar? Odatda o'tkir gepatitga xos belgi jigar kattalashishi. Surunkali gepatitlar, sirrozdagi xos belgi jigar kichayishi. Ko'pincha o'tkir gepatitlar jigar kattalashadi. Xo'p, taloqning kattalashishi bu oddiygina zastoy bilan bog'liqmi? Ya'ni yo'q, immunitet bilan bog'liq bu ham. Chunki immunitet o'ldiruvchisi edi taloq. Taloq asosiy retikulal a'zoda. Immunitet o'ldiruvchisi edi u. Shunaqa. Sintez qiladigan organida. Shunaqa. Tozaladigan. Tushunarli. Xo'p, belgilarni gaplashdik. Bu odamlarga menimcha tushunarli bo'lyapti. Sizlarga tushunarli bo'layotgan bo'lsa, bizga like bosib qo'yinglar endi. Like bosib, o'sha joyda videoni to'xtatingda, pauzani bosib tarqatib qo'ying. Kimni bolasi gepatit bilan og'rimagan? Deyarli hammaniki og'rigan. Menga o'xshab og'rimaganlar kam. Shularga tarqatib qo'ying. Endi nevarangiz bor, farzandingiz bor yoki evarangiz bor. Ular bu sizga o'xshab yoki u kishiga o'xshab adashmasin, noto'g'ri tuyulmasin degan ma'noda. Xo'p, davolash. Gepatit A ni davolash. Gepatit A ni davolash. Gepatit A ni mana ko'pchilik so'raydi. Virusga qarshi dori beramizmi deydi. Gepatit A ga qarshi dori yo'q. Virusga qarshi dori yo'q, aynan. Gepatit A ga qarshi dori yo'q. O'zi virusga qarshi dori gepatitlar birontasiga yo'q deyarli. Yo'q, B ga C ga bor. Buni hozir gaplashamiz oldinda. A ga ham yo'q. A ga bor bo'lgan tarafdan biz uni vaqtida ishlata olmas ekanmiz-da menimcha. Yo'q, A ga yo'q, o'zi A ga yo'q. Chunki bo'lganda ishlata olmas ekanmiz. Chunki biz uni qachonki sariqlik belgisi paydo bo'lgan paytda bilyapmiz-da, u paytda tanani o'zi o'ldiryapti-da uni. Shunday, xuddi shunaqa. Unga ehtiyoj yo'q. Bo'lmasa shuncha olib ishlab chiqargan bo'lardi A ga qarshi. Unga qarshi moliyaviy bir anaqa yo'q. Moliyaviy effekti yo'q undan. Chunki kasallik kechadi, o'zini davri o'tib chiqib ketadi organizmdan. Shu bilan yo'q bilan. Eliminatsiya degan narsa bor. Virusni to'liq qoladi. Qolmaydi organizmdan. Shuning uchun unga qarshi virusga qarshi dori ham shart emas. Asosiy narsa dezintoksikatsiya. Asosiy terapiya shu. Dezintoksikatsiya aynan jigarda massivli yallanish, immun javob, bular hammasi nikotik mahsulotlarni ko'paytiraveradi. Jigarda boyagi o'zini funksiyalanish pasayganligi hisobiga ko'proq jiddiy berilamiz. Oralli, ya'ni ichish orqali hamda kapilyatsiya quyish orqali qon tezroq yurib turaveramiz. Quvvat uchun ozroq glukoza qo'shamiz bemorga, quvvat kirish uchun. Asosiy maqsad yuvish. Ya'ni qonni yoki bo'lmasa tanani tozalab turish kerak. Tozalab turadi. Yordam berish kerak. Yordam berish kerak, tana o'zi tortib ketish kerak. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Unga ortiqcha bir narsalar asiklarni qo'llash, yana bir narsalar qo'llash shart emas. Kerak emas. Bu paytda to'g'ri ovqatlanish, ichak narxining kelib turishligi, to'g'ri ovqatlanish, kaloriya hisobi-yu, lekin qurilish material, ya'ni makro mikronutriyentlar yetarligini ta'minlash. 3-o'rinda endi suyuqlik ko'proq ichish, yotoq rejim. Shuni aytmoqchi edimda, yotoq rejimi обязательно bo'lishi kerak. Chunki jigar yallanyapti. Jigarga har qanday mexanik ta'sir ALTSni ko'taraveradi. Bunga hatto kelib ichakni urilishi ham ta'sir qilaveradi. Qo'lingiz tegizganingizda ham jigar o'zi nima qilib qo'yadi-da, nima deydi, sezgirib qoladi. Sal teginganda ham o'sha og'riq berishi undan qilib sakrab qoladi, yo'qmi? ALTS o'shaveradi. Shuning uchun bemorga qat'iy rejim yotoq deymiz. Tualetga borsang bor, undan yot deymiz. Chunki jigar dam olish kerak edi bu vazirda. Buni nimaga men ta'kidlab so'rayapman, bu tinglovchilar uchun albatta. Hozirgi kunda shunaqa bir saviyali insonlar paydo bo'lganki, kasalliklarni tentakka o'xshatib turib qarshi kurashib yengishmoqchi bo'ladi-da. Ba'zi kasalliklar bor, ularni
qo'zg'atuvchisi ma'lum yoki bo'lmasa kasallik nimadan qaysi sharoit yuzaga kelishi ma'lum. Siz u paytda unga qarshi yura olmaysiz, unga itoat qilasiz. Faqat itoat qilganda to'g'ri itoat qilasiz. Qanday? Uni qoidasi bo'yicha shu paytgacha vrachda taklif qilgan usul bo'yicha qarshilik qilmasdan uni o'zi orqali o'zini aldab ketasiz-da. Bu narsani boshqarish deyiladi. Kasallikni boshqarish mumkin. Revmatologik kasallikdan boshqarish mumkin. Astmani ham boshqarish mumkin. Shunaqa 50 yildan beri astma bilan yashayotgan odamlar birontasida o'pkasida ishisi yo'q. Doriga tobelik yo'q, lekin chiroyli yashayapti. 1 yil ichida o'pkasida katta emfizema shakllanadigan og'ir astmalar ham bor-da. Bu farosat. Bu yerda gepatit A bilan teskasiga kurashilmaydi, faqat tanani og'irlashayotgan belgilarni kamaytirib turib unga yordam beriladi, tana o'zi to'g'rilanib ketadi. Qani terapiyaga ham aytib o'taylik. Shu taraf ham qiziq. Mana biz viloyatga borganimizda ham ayrim mutaxassislar ham gepatit A ga qarshi gepatoprotektorlar qo'llab qo'yishadi. Ya'ni Giptral, ana dori ko'p-ku. Jigar himoya qiladigan dorilar, o'sha qo'llab qo'yishadi. Shart emas. Kerak emas даже. Jigar kattalashgan, o'zi sekin o'zining joyiga keladi. U mana o'tkir fazada gepatoprotektorlarga muhtojligi yo'q. Gepatoprotektorlarga bo'lgan talab san'at bo'yicha, protokol bo'yicha surunkali gepatitlar qo'llanadi. O'tkir gepatitlarda shart emas giptral qo'llash, gipomers bir narsalar qo'llash, ular shart emas bemor uchun. Tushunarli. Xo'p. Vaksina masalasi. Bu profilaktika. Profilaktika demak kasallik oldini olish. Hali kasal chalinmasdan oldin. Bemorlar keladi, kasal bolasi ham keladi, aytadi. Mani hozir ikkinchi bolam kasallanmagan, yaxshi yuribdi. Shunga hozir vaksina oldirib qo'yaymi deydi. Vaksina olmagan bo'lsa. Shunga vaksina oldirib qo'yaymi deydi. Hozir agar tushunmagan odam bo'lsa, tez vaksina oldirib qo'ying deyish mumkin. Vaholangiz aytdik-ku, inkubatsiya davrida kasalliklar yo'q, balki u kasallik bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Vaksina olgan bilan foydasi bo'lmay qoladi. Chunki ichkarida virus bo'lishi mumkin. Uni bilish uchun vaksina olishdan oldin organizm immunitet bormi yo'q bilishimiz kerak. Immunitet qanaqa holatda turibdi? Biladigan yo'li bormi? Albatta bor. Qarang. Ikkinchi sabab nimaga hali vaksina olish shoshish kerak emas. Ikkinchisi gepatit A'larni ko'pchilik vakillari subklinik ichadi. Klinik bermaydi. Boyagi shamollash bilan sal bermasdan oyoqda o'tib qoladi. Xuddi sari bo'lmaganman deyveradi kasal. Lekin ko'rsangiz, organizm immun status ko'rsangiz, unda immunitet bo'lgan bo'ladi. Ya'ni o'tkazgan bo'ladi. O'tkazganligini va o'tkir davrni bildiradigan bizda markerlar bor. Gepatit A ga qarshi. Aynan. Masalan, immunoglobulin A ga qarshi immunoglobulin M kasallik o'tkir kechayotganini belgisini bildiradi. M, immunoglobulin M. Ya'ni antitanalar bu ham. Immunoglobulin J o'tkazganligini bildiradigan narsa. Bu umumiy immunitetda? Da, umumiy emas. Aynan spesifik gepatit A ga qarshi. Gepatit A ifada qilamiz. M, gepatit A G. Buni qilamiz. Anti-HAF, ya'ni anti gepatit A virusiga qarshi IgM kasallik o'tkir davrni bildiradi. Kechirasiz. Anti gepatit A virusiga qarshi IgG, ya'ni IgG deyiladi. Bu o'tkazganligini yoki vaksina olganligi belgisi bu. Pamyatda, xotira, ya'ni immunitet bor degani. Men o'tkazmaganman deyapsiz. Siz qoningizni ko'ring, balki o'tkazgandirsiz. IgG bilan turib balki sizda. Zo'r fikr bo'ldi. O'shandan keyin vaksina olasiz. Bemorlarga xuddi shu aytamiz. Agar hozir menda bo'lsa vaksina olsam menga zarar. Yo'q, zarar emas, foydasi yo'q. Ma'nosiz ish. Befoyda, ma'nosiz ish bo'lib qoladi. Xo'p. Bir ovozdan sohani egasi sifatida hammaga vaksina olishni taklif qilasiz. Tanada umumiy vaksina olishga nisbatan qarshi ko'rsatma bo'lmasa bo'ldi. Shu yerda bitta nozik taraf bor. Vaksina yaxshi narsa. Bizda qo'llanilgan vaksinalar ko'pchilik makoni Xitoy bilan Pokiston yoki Hindistondan keladi vaksinalar. Yaxshi, hech bir raqam emas. Vaksina yo'li sifatida to'g'ri yo'l. Samarali, ha. Yevropaga ham bor, qimmatroq, u ham yaxshi samarali. Faqat bitta nyuansi bor. 3 yoshli bemorga, masalan, qizchaga, qizlik, ya'ni qiz jinsiga mas'ul bo'lgan, ayol jinsiga mas'ul bo'lgan qiz bolalarga qilsangiz, 15 yil maksimum vaksina kuchi turadi. 15 ga 3 qo'shsangiz 18 bo'ladi. Ayni pubertat yosh, ayni homilador bo'lgan yoshda, ya'ni qiz bilan o'sgan yosh. Aynan shu vaqtda vaksina kuchi tugasa va immunitet qolmaydi organizmda. Endi o'sha homidorlik vaqtida tuqqandan keyin gepatit A'ni yuqtirib olsa, juda og'ir kasallik. O'shaning uchun ham men aytardim, что vaksina oldi bo'ldi emas. Ma'lum vaqtdan keyin 10 yildan keyin o'g'il bolaga mayli, o'g'il bola endi tug'maydi, o'sha qilmaydi. Homidorlar og'ritadi gepatit A'ni. Ketishi. Qiz bolalarga mana shu turmush chiqishdan oldin bir yana qo'yib olish kerak. Immunitet qolganmi yo'qmi? Agar immunoglobulin J miqdori kam bo'lsa, demak yana olish kerak, booster doza olish kerak. Booster doza, qo'llovchi doza. Shunaqa, ko'taruvchi doza o'tib. Zo'r fikr bo'ldi. Tinglovchilar uchun zo'r fikr bo'ldi, o'zining e'tiborini olib qo'yadi. Zero hozirgi kunda ayollarning salomatligi bilan, jinsiy salomatligi bilan bog'liq muammolar juda ko'p. Erkaklarning muammosi ko'proq ruhiy muammo. Davrda ijtimoiy muhitning bosimidan impotent bo'lib qolishi yoki tez bo'shanishligi, shunga o'xshash muammolar hammasi sotsialda ko'proq. Ayollarniki organik, haqiqiy kasallik bor-da. Shunday.
ko'proq shuning uchun e'tiborga olib qo'yasizlar va u yoq bu yoqqa qarab qo'yasizlarda. Hop, vaksina umuman olganda yoppasiga qo'llash kerak deb tavsiya berasiz. Deyarli shunday. Uni to'g'ri kelish kelmasligi hammasi o'ziga bog'liq. No, tibbiy jihatdan siz bilan men tavsiya qilishga majburmiz. Biz buni fakt o'laroq ko'rib kelyapmiz. Endi ba'zi holatlar bor, ya'ni umuman har qanday vaksina olish mumkin bo'lmagan holatlardagina bu vaksina ham inkor etiladi. Qolgan holatda olishga majbur. Gepatit A o'zidan nima asorat qoldiradi? Yuqorida aytganimiz kasallik o'tkir kechadi, surunkali bo'lmaydi. Eng ko'p uchragan asoratda o't yo'llar qiyshaysh. Boyagi o't yo'llar zararli qo'ydi-yu. O'sha chandiq hosil qolib, ba'zan o't yo'l qiyshayib qoladi. Zastoy hisobiga dimlanib qoladi. Dimlanib qiyshayib qoladi. Qiyshaysh hisobiga zastoy bo'ladi o'zi aslida. Qiyshaysh hisobiga o't yo'llardan chiqish oqimi pasayadi. Shuning uchun kelajakda xolesitga moyil qolishi mumkin. Bemorlar. Uni asorati shu. Boshqa asorati yo'q. Bilgan asoratim shu, endi gepatit A ni immunologik, misol qoldirgan asoratlarga xuddi B ga o'xshab, C ga o'xshab o'zidan xotira qoldirmaydi. Xotira qoldiradi, bunday bir og'ir asoratlari kamdan kam. Bo'ladi, o'tkir asoratlari bor, fulminant gepatit. Fulminant gepatit og'ir kechadi. Gepatit A bo'lib qoldi, mana davolandi, uyda lohas edi, o'ziga kelyapti. Uy sharoitida nima qilsa osonroq kechadi? Nima qilsa? Nima qilish kerak ota-onalar? O'zi nima qilmasa oson kechadi deyishga savoliga. Nima qilmasa? Teskasi. Nimadan ehtiyot bo'lish kerak? O'zi bizda haqiqatan ham bolani ehtiyot qilib, umuman bemor odamni ehtiyot qilib, biz bemor haqiqatan bolnitsaga ham qarasang, men qarshi kurashaman, klinikada ham haydab yuboraman, nazorat qo'yganman. 1,5 paket sumka narsa olib keladi-da. Bemorga olib keladi uni. Perigruz haddidan ortiq qo'lchirashlik yuqorida. Aksincha tanani bo'sh qo'yish kerak emasmi shu paytda? Xuddi shunaqa. Ochlik kerak o'sha vaziyatda. Chunki hazm qilishdagi asosiy rol jigar bajaradi-da. Jigarga vazifa yuklab qo'yasiz. Ko'p ovqat yedirasiz. O'zini ozod qilish kerak. Ha, yengillashtirish kerak bunga hozir. Ovqatdan ham ozod qilish kerak, dori-darmondan ham ozod qilish kerak. Xuddi shunaqa. Dori-darmonlarni ham yengilroq beraverish kerak iloji boricha, maksimum. Simptomatik. Isitmani tushirish, ko'ngillanishga qarshi dori. Uy sharoitda ham. Uy sharoitda ham xuddi shunaqa. O'zi uy sharoitim ketadi, просто bizni xavotirimiz qanaqa? Xavotirimiz og'irlashib qolmasin deymiz. Noto'g'ri qilib qo'ymasin deymiz. Yurib qo'yishi bor bemorda, e'tiborsiz qolishi bor. Xo'p, endi boyagini tushundik. 3 yoshda emlandi-yu, 18 yoshgacha bemor bo'lmasa, uni kuchi ketib qolib turib, boshqa emlanish kerak. Erkak kishi. Erkak kishi marhamat bemor. Chunki yosh kattalarda nimagadir gepatit og'riq kechadi. Shuni demak, o'rtacha har 10-15 yilda biz emlanib turishimiz kerakmi? Qarab, immunizatsiyaga qarab. Misol uchun mana gepatit B ga qarshi vaksinatsiya bor. Bizning bitta sherigimiz bor, gepatit B dan aniq qilgan, ilmiy ish qilgan. O'shani tavsiyasi qanaqa bo'lyapti? Gepatit mana bolachalarda gepatit B ga qarshi emlangandan keyin ma'lum bir yillardan keyin yana qayta gepatit B ga qarshi immun status ko'rish. Va hosil bo'lgan anti-HPS antigenni ko'rish miqdorini. Agar uni miqdori 10 ml dan 0 ml kamaygan bo'lsa, uni yana qayta doza olish shart deb qo'yilgan. Chunki nimaga? Siz mana ushonyapsiz, men gepatit B ga qarshi vaksina olganman, kasallanmayman. Vaholanki immun status hali tushgan bo'lishi mumkin. Men vaksina olsam, kasal yuqtirib olishim o'sha vaziyatda. Shuning uchun ham bemorlarga talab qilamiz, 10 yildan keyin, 5 yildan keyin qayta ko'rib qo'yish kerak immun status. Tushunarli. Demak, bir marta vaksina oldim yoki bo'ldiga ishonish kerak. Hatto kasallanganiga ishonish kerak emas, to'g'rimi? Shunaqa. Hozir 10 yoshda gepatit A bilan kasallandi-yu, 30 yoshda boshqatdan kasallanish mumkin degani bu. Adami? Yo'q. Vaksina bilan kasallanish farqi bor. Vaksinani kuchi kuchsizroq bo'ladi kasallanishga qaraganda. Kasallangandan keyin turg'i yut qoladi. Bir umrga. Bir marta bo'lmasa bo'ldi. Bo'ldi. Bitta kasallansa zo'r tushuntirish bo'ldi shu joy. Vaksina bilan bunga kuch yetmaydi. Uni har 10-15 yil olib tursa bo'ladi, lekin gepatit bilan og'ridimi, bemalol xohlagancha qilish mumkin. Kasallanmaydi. Qayta yo'qmaydi. Virus o'zgaruvchan emas bunda. Gepatit A kam mutatsiyaga uchraydi. C juda mutatsiyaga moyil, A mutatsiyasi kamroq. Shuning uchun 50 yillar, 100 ming yildan beri bir xil A. Mutatsiyasi kam. Mutatsiya bo'lmasin ham. Zo'r tushundim. Xo'p, sizlarga zerikali bo'lmayapti degan umiddaman. Birpas videoga pauza qilib, kallani shamolab kelib, oxirigacha boshqatdan sveji xayol bilan ko'ring. Bu har bir oilada uchraydigan muammo. Shu paytgacha gaplashgan podkastlarimizda boshlanadi, lekin bu har bir oilada har bitta vakili bilan, hatto 90 yoshli momo bilan uchraydigan, bobo bilan uchraydigan muammo. Shuning uchun qayta va pauza bilan tafakkur qilib anglab ko'ring. Menimcha yaxshi bo'ladi. Like bosishni esdan chiqarmang. Bo'lmasa gepatit B ga o'tamiz. Gepatit B eng katta muammo, chunki meni statistikadan o'qishim bo'yicha sirrozga olib keladigan, boshqarib bo'lmaydigan, insonni ojizligi mavjudda ko'rib qo'ygan kasallik.
Bu oldin ham shunaqa bo'lgan, hozir juda keskin ko'payapti. Chunki buni yuqish yo'li parenteral. Qon orqali jinsiy yo'l bilan onadan bolaga parenteral vertikal yo'l bilan to'g'ri vaqtda turli-tuman yo'llar bilan yuqyapti. Hatto o'pishganda yuqqanlar ham faktlar ham bor. Ya'ni qonatib yuqadi-ku. Qonatib bo'lsa yuqadi-da. Xo'p, boshimiz gepatit B qachon keskin ko'paydi bizda? Nimaga aynan bizda ko'p? Hozir siz bilan men doktormiz, mana 20 yil oldin bunaqa emas edi vaziyat. Endi meni bilishimcha, bizani yosh kattalar aytadi, avvallari meditsina anjomlari ko'p martalik edi deydi. Shpritslar ham, qo'llar ham bir martalik emas, одноразовый emas debdi. Monograzoviy. O'sha sterilizatsiya bo'ladigan. Ayniqsa 91-yildan keyin mustaqildan keyin tibbiyotda tibbiy anjomlar bilan ta'minlanishiga katta katastrofa bo'lganda, kamayib ketgan juda ham. O'shanda dispanser ana bu sterilizatsiya yoki dezinfeksiya ishlariga juda katta pasayish bo'lgan. O'sha fazada gepatit B ham ko'paygan, C ham ko'paygan, ya'ni qon yo'g'isi ko'p bo'lgan, hamda AIDS kasalligi ko'p bo'lgan shundan keyin. Ko'p uchragan. Juda katta ko'tarilish bo'lgan. Skachuk bo'lgan ekan-da. Ko'tarilgan o'sha vaqtda. Keyinchalik mana sekin-sekin oyoqqa turish, iqtisodiy ko'tarilishdan orqali, sekin-sekin tibbiyot rivojlanishi orqali mana bir martalik anjomlar, tibbiy anjomlar ko'payishi orqali keyin kamayib bo'lgan. Mana hozirga kelgan kasallar hammasi yosh katta kasallar. O'sha yoshlar orasida yo'q, o'sha kamayib ketgan. Vaksina bor. Zo'r gap bo'ldi-da. Demak, hozir bugungi kunda gepatitni asosiy massasi eski kasallangan bemorlar hisobiga katta bo'lib turibdi. Shunaqa. Yangi pokoleniya baribir kamaygan. Bu o'sish degani. Xuddi shunaqa. Biz endi aytdim-ku, 243 prezident farmoni bo'yicha B'ga barham berishimiz kerak. Qanaqa yo'l bilan? B'ga vaksina bilan, C'ga dori bilan. Barham berishimiz kerak. Bunga erishgan davlatlar bor. O'shalarda namuna olib, biz shunga erishmoqchimiz hozir. Tushunarli. Gepatit B ni yuqish yo'li mana qon orqali dedik. Bu har qanday qon orqali bajariladigan manipulyatsiya. Bu to'g'ridan to'g'ri saptorishga borsangiz ham, nina yuqish ham, nina orqali ukol qilish ham yoki kasallangan bemorning qoniga bitta ninada ukol qilish yoki bu narkomanlar o'rtasida umumiy foydalanadigan narsa to'g'risida. Ikkinchisi kontakt aloqalar. Qanday yo'llar bor ham deb tushuntirib bering. Yuqish yo'llarini? Endi buni yuqish yo'li aynan aytgandek parenteral, ya'ni og'iz orqali yuqmaydi. Xohlasang yo'qolmaydi og'iz orqali. Faqat og'iz orqali degani infeksiyalangan narsa, infeksiya yoki gepatit B virusi bor narsani yegan paytda yuqmaydi, lekin og'iz orqali o'pishganda yuqishi mumkin. Agar jarohat bo'lsa, jarohatlangan bo'lsa, shunda ham minimal. Misol qon tomchisi qonga tushdi, suvga tushdi, suvda ichib yubordingiz, yuqmaydi. Mana zo'r tushuntirish bo'ldi. Yuqish yo'li faqatgina tomir, teri butunligi buzilgan holatda, tomir devor ochilgan holatda yuqib qolishi mumkin. Chunki bu virus o'zi tashqi muhitga ham, ichki muhitga chidamsizroq ozroq. Bu degani mana gepatit B'si bor odam, gepatit B bilan zararlangan odam sog'lom odamning qo'lini tishlasa yuqishi mumkin. So'lakda miqdor kamroq bo'ladi. So'lakdagi miqdor kamroq bo'ladi. Bunda buni ham nimasi zararlanish kerak-da. Bo'lish ehtimoli bor, kam lekin. Yo'q emas, bor. Jinsiy orqali yuqish yo'li. Gepatit B'ni, mana B'ni biz solishtiramiz epidemiologik jihatdan. B, C hamda OIF infeksiyasini jinsiy yo'l bilan yuqish foizi hisoblaymiz. Eng zo'r yuqadigan jinsi B. Keyin C, keyin OIF. OIFdek pastroq jinsiy yuqish yo'li. Eng zo'ri sekretlarda yashovchanligi bu gepatit B'da kuchli bo'ladi. Foizi yuqori turadi. Bu demak qondan tashqari jinsiy yo'l bilan o'sha suyuqliklarda ajraladi. Xuddi shunday. Vaginal suyuqda ham, sperma suyuqida bor. Erkak kishi bemor bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri sperma orqali yuqtiradi. Ayol kishi bemor bo'lsa, jinsiy aloqa paytida baribir olati shikastlanadi, shundan yuqadi yoki teri shikastlanadi. O'zi ayol kishi ko'proq yuqtiradimi, erkak kishi degan savol chetdan qo'ysa bo'ladi. Kerak-da shuga. Ayol kishi erkak kishi yuqtirishi mumkin. Bu aytganingiz odatda mikrotreshniya bo'ladi ba'zan. O'sha qattiq taranglik bo'ldi, bu yerda mikrotreshniya ko'zga ko'rinmas, bunda yuqib qolish ehtimoli bor. Lekin erkak kishining spermasi ko'proq kasallantiradi. Nimaga desangiz, ayol kishi to'g'ridan to'g'ri muhti chiqib qoladi-da, prямой. Shuning uchun ayol kishini erkak kishi ko'proq zararlab qo'yadi. O'shaning uchun bizga jinsiy shaylar kelsa, erda bor, aytamiz. Xotiningizda bormi yo'qmi? Tekshirtiramiz. B chiqmasa, tez vaksina qo'ying deymiz ayolingizga. Bu tez muhti oladi. Bu ko'payganmi hozir? Chiqib qolyapti. Juda ko'paymagan, o'zini anaqasi turibdi. O'sha me'yorda turibdi. Turibdi. Lekin kamayib boryapti, ko'z emas alhamdulillah. Ko'payib boryapti. Bunaqa yosharmayapti kasallik. Yaxshi, zo'r. Xo'p, vertikal yo'l bilan yuqish. Onadan bolaga yuqish. Mana shu savolni bitta joyga mana shu qiziqroq qilaman. Bemor ona va bemor ota.
bemor ona va otadan sog'lom bola tug'ilishi mumkin degan savol berish kerak bu yerda. Gepatit B ga kasallangan ota va ona sog'lom bola ko'rishi mumkinmi? Vaksinachi davolansachi? Endi eng qizig'i gepatit B ga qarshi dorilar virus yo'qota olmaydi. Virus yo'qota olmaydi, lekin immunitetni barqarorlashtirsa. Yo'q. Men aytaman, ha, ko'rsa bo'ladi. Qanday qilib? Bizda virusni nagruzka degan narsa bor. Viruslar soni. Virusning tanadagi soni. Soni. Biz sonni hisoblaymiz. Soni mana aytilgan narsa bor. 2000 dan ziyod bo'lsa, plasental barierni o'tish ehtimoli kuchayadi. 200 mingdan baland bo'lsa, yuqish ehtimoli yuqori juda ham. 200 mingdan soni millilitrda miqdori, kopiyasi miqdori ko'p bo'lsa, yuqish ehtimoli yuqori. Shuning uchun ham biz beramiz dorilarni homilador bo'lmasdan oldin. Ya'ni homilani rejalashtiriladi. Ota ham, ona ham virus soni hisoblanadi. Masalan, boshida 1 million bo'lsa, kasallangan vaqtda biz unga virusga qarshi dori beramiz. Virusga qarshi dori virus nagruzkasini pasaytiradi. Yo'qotmaydi, pasaytiradi. Pasaytirgandan keyin biz ishonamiz. 2000 dan past bo'lsa bo'ldi, homilador bo'lsangiz bo'ladi deymiz. Va o'sha fonda homilador bo'lsa yuqmaydi. Va 9 oydan uzatib turamiz. Har 3 oy viruslar soni qarab turamiz. Oshmasa bo'ldi. Bemalol tug'ishga sut beramiz. Kasal kesaroq olinadi, sog'lom tug'adi. O'sha paytda kasallanib qolsa-chi? Aytib, virus soni tushgan bo'lsa kasallanish ehtimoli pasayadi. Homildorlik paytida. Homildorlik bo'lmasdan oldin. Homildor kasallanib qolsa, virus ko'payib ketsa. Tug'ma gepatit B og'irroq. Agar tug'ma gepatit B ga bola chalinsa, og'irroq kechadi. O'sha jigar hali o'zini topmasdan turib zararlanadi-da bu yerda. Shuni to'g'ri. Bola yoshda og'ir kechadi. B bolalarda juda og'ir kechadi. Maksimum o'shaning uchun bekorga emas-da, mana turmush qurishdan oldin bekorga 086 forma bo'yicha gepatit B ko'rilmaydi, bekorga emas. Homilador bo'lishdan oldin ko'rish kerak ular. Bu kerakli narsa aslida. Biz uni qanday ko'rinishini bilamiz-ku. Shunda eng yomoni shunda-da. 086 dan 083 da qanday ko'rinishini biz bilamiz. O'shanisi yomon-da. Aholi shunga sal o'zi ziyrak bo'lish kerak. Bu просто aholi kissasidan pulni olish emas. Bu o'zlari uchun kerak bu. Ertaga bola o'zini sog'lom bo'lib ko'rishi uchun muhim narsa bu. Balkim erda bordir. Uni ko'rishga foyda-ku. Erda bo'lsa balkim erta turmush qurmas shu orqali. To'g'rimi? O'zi uchun kerak narsa bu. Ya'ni mana shunaqangi tibbiy ko'riklarni chindan soxtalashtirmasdan o'tgan yaxshi aslida. Qani ishni hammamiz tushunsak, buni aholi tushunsa yaxshi bo'lardi. Endi mana shu loyihani ma'nosi ham shu, asl haqiqatni bilib turib, bular yon atrofda xavf ko'chadan miltiq ko'tarib kirib kelmayapti. Yon atrofda bizni e'tiborsizligimiz xavf. Yechimi qo'limizda. Yechimi qo'limizda. Sababchisi ham o'zimizmizda. Xo'p, buni o'tkir va surunkali dori bor. Gepatit A'ni o'tkir dori bor, surunkali dori bo'lmaydi. Shunday. Qanday farqimiz buni? Va o'sha yuqqanligini qanday biladi bemor? O'sha yuqqandan boshlab kasallik birlamchi belgilar paydo bo'lguncha bo'lgan davr qanaqa? Mana shu savol vrachlarda ham qiyin savol bo'lishi aslida o'zi. Nimaga desangiz, Toshkentda o'zini ustida ishlagan vrachlar buni yaxshi tushunadi. O'tkir davr nima-yu, surunkali davrni bilishadi. Lekin periferiyadagi vrachlar, umuman o'zini ustida ishlagan Toshkentdagi vrachlar tushunishmaydi. O'tkir davr nima qizig'i bor deydi. O'tkir davr bu juda muhim narsa. Nimaga desangiz, gepatit B'ni kitoblarda keltirilishicha va bizdagi manbalarga tajribadan shundayki, yuqqandan keyin surunkaligi o'tish foizi past. 10%, 15%. Gepatit B'ni. Ya'ni 85%. Hamma kasallar surunkali bo'lib yo'q. O'sha surunkali 15%da. O'sha 15%da yuqqanlarning. Nima o'tkir davrda bitta bemor bo'ldi-yu, o'sha tuzalish ehtimoli 80%. Tuzalganda nima tushunamiz biz? O'tkir davr o'tadi, tuzaladi. Bo'ldi, kasallar. Nima virus yo'qolib ketadimi? Immunitet yengadi virus. Virusni sonini to'liq yo'qotadi. Undan faqat xotira qoladi. Shunday. Zo'r narsa. 85% yaxshi bo'lib ketadi. 85%. O'sha siz ko'rgan kasallar bu 15% bu. O'sha o'ralashib yurganlar, qiyshayib yurganlar shular shu. Shunaqa. Endi bir xil vrachlarda bizda ko'proq bo'lish kerak deydi. 20%, 15%. 20% bo'lganda ham 80% tuzaladi-da. Juda zo'rda. Katta sonda bu. Shunaqa. S'da 50, 60, 70% surkaga o'tadi. S'da. Tushunarli. Xo'p, gepatit B o'tkir davrida birinchi belgisi nima? Va qancha davom etadi u? Eng qizig'i o'tkir davr belgi bermasligi mumkin. Umuman belgi bermasligi mumkin. O'shaning uchun ham gepatit uni inkubatsion davri yo'qmi? Ya'ni kutish davri yo'qmi? Inkubatsion davr 6 oy. 6 oygacha. 6 oygacha. Shuning uchun ham kimdir ustidan jalba qilgan bo'lsa, statovga bordim, yuqtirib oldim deydi. Qachon bording deb so'raymiz. So'rasa 1 yil oldin bordim deydi. Inkubatsion 6 oy. Misol uchun-da. Hisoblaymiz o'sha narsani. Hech to'g'ri kelmayapti deb qo'yaverasiz aka. Mana to'g'ri deymiz. Hisoblaymiz, qaraymiz. Chunki bizda kasallik o'tkir kechishi bilan surga ketishini belgilaydigan markerlar bor. Qaraymiz, agar aytgancha to'g'ri bo'lsa, o'tkir kechayotgan bo'lsa, u aytilgan raqam to'g'ri kelmaydi va statologga tinch qo'yiladi. Epidemiolog tegmaydi statologga. Sanepidemiolog deymiz. O'zimizda.
Ya'ni bu epidemiologik jihatdan ahamiyatida. Vaholanki inkubatsiya davri belgi bo'lmaydi. Inkubatsiyadan keyingi narsa latent davr bor. Latent davr gepatit B, C belgi bermaydi. Faqat ayrim hollarda o'tkir davr ba'zan belgi berishi mumkin. O'tkir davr kechishi A bilan bir xil. Faqat artrallik sindrom bor. Qo'shimcha. Qo'shimcha. Dispeptik sindrom bor, ko'ngillanishi, qusish, ishtaha buzilishligi, Gripsimon belgi, astma vegetativ va artralgik belgi bor. Artralgik belgi doimo bo'g'im og'rib turadimi? Doim emas, foizi. Masalan uchun eng ko'pi shu dispeptik bo'lsa, foiz kamroq, lekin bor. O'zi nimaga uchun artralgik belgi degan savol bersa ham bo'ladida. Nima uchun bo'g'im og'rishi kerak bemor gepatit bilan? Ha, bo'lmasa umuman virusda bo'g'imga bormaydi. Bog'liq joyi yo'q mexanizm jihatdan. Ha, virus tropizm bo'g'imga emas, faqat gepatotrop, jigarga boradi viruslar. Lekin nega bo'g'im oladi? Sababi bu viruslar juda aqlli viruslar. Agar virusni men sizga hozir doskani olib, sxemasini, tuzilishini chizib berib, chiqadigan oqsillarni chiqarib bersam, hayron qolasiz. Juda aqlli viruslar hisoblanadi. B ham, C ham. B virusi organizmga juda ko'p miqdorda antigen chiqaradi. Antigen. Sanaymiz. HPS antigen, surface yuzak antigen, HB core antigen, HBE antigen, HBX antigen hamda DNKlari bor. Endi bular nima uchun kerak? Virus ikki qavat qobig'idan iborat. Gepatit B virusi. Xo'p, organizmda HBE antigen bor. HBE antigen miqdorining ko'payishi reproduksiya, ya'ni replikatsiyani bildiradi. Virus ko'payotganini bildiradi. Nega kerak? Bu virus uchun immunitet chalg'itish uchun kerak. Immun chalg'itish uchun kerak. HBS ham, HB core qonda chiqmaydi. Faqat unga qarshi antitana chiqadi. Lekin HBE miqdorining ko'payishi biz uchun ahamiyatli, diagnostik ahamiyatli, virus ko'payotganini bildiradi. Virus uchun immunitet chalg'itish uchun tashlaydi tashqariga. Shu bilan og'rib turlar deydi, bu yerda ko'paveradi. Virus shuncha aqlliki, HBS ham ko'paytiraveradi. Mana misol uchun qarang, Avstraliya antigeni bor, DNA tanachasi bor. Birinchi marta 1964-yillarda, 63-yillarda Bloomberg degan olim Avstraliya antigeni kashf qilgan. Buni kashfiyotida shunaqa bo'lgan. Bu nima bo'lgan? Avstraliya antigeni qobig'ini o'zi urgan virusni. Ichidagi DNK'niki bo'lmagan. Hayron qolgan. Bu qanaqa qilib chaqiryapti degan. O'sha avstraliyalik bemorni qoni ko'rganda, sarg'aygan bemor qoni ko'rganda, siroz uchgan bemor ko'rganda, boyagi qobiqni o'zini ko'rgan. Hayron bo'lgan. Hamma tiriklik manbai DNK'niki-ku. Nega bu DNK'niki yo'q? Bu virus emas demak. Bu prion bo'lgan degan. Hayron qolgan. Bu antigen o'zi ekan, tushunmagan va kasallikka hozircha aniq tashxis qo'yilmagan. Keyinchalik DN tanachasi, DN degan olim bu qobiqning ichida DNK'ni ham topgan. DNK topgandan keyin aytgan, bu virus mana deb, aniq bo'ldi degan. Shundan keyin 70-yillardan keyin virus aniq bo'ldi, virusni o'zi tuzilishi haqida kashf qilindi. Xo'p, endi savol. Ana shu Avstraliya antigeni qobiqning o'zi virusni o'ziga qaraganda 1000 marta ko'p ekan. 1000 ga 1 nisbatda ishlab chiqariladi. Nimaga? Immunitet shuni chalg'itadi organizm. Virus tashlab boradida va HBS antigen beradida, immunitet shuni chalg'ib qoladi. Unga qarshi antitana chiqaraveradi, o'ldirishga yetib bormaydi. Bora olmaydi, chunki bizning zaxiralarimiz kuchsizda. Mana buni men misol keltiraman sizga hozir. Mana hozir Eron bilan izollashyapti. Hozir shunaqa ma'lumot kelyapti. Eronda otayotgan raketalarning hisobiga o'sha anaqani temir gumbazda raketa tizimi, FVO tizimida anaqa kamayganmish. Qarshi raketa kamayganmish o'zi. Qarshi uradigan anaqasi. Organizm xuddi shunaqa. Bizda ham o'sha virusdan chiqadigan boyagi raketaga o'xshagan antigenlarga qarshi antigen miqdori cheklanmagan emas, cheklangan narsa. Uni ishlab chiqarish kerak. Ishlab chiqarish kerak, unga kuch kerak. Charchatadi organizm. Immun tizimni charchatib tashlaydi. Tushunasizmi? Eng qizig'i mana tashladi, otda virus chiqargan vaqtda boyagi antitanalar chiqaradi organizm. Xuddi hali PVO bilan Eron raketasi to'g'rashganda urilib pastga tushadi-ku. Pastga tushgan joyiga tushganda ham zarar beradi-ku. Xuddi shunday bizdagi antigen bilan antitana urushgan vaqtda to'g'rashadi, endi u pastga tushganda bo'g'im tushib qoladi. Voy maşallah. Siz bo'g'im chiqadi. Immun kompleks ekanda bu. Ha, immun kompleks mexanizm. Tushib qoladi, bo'g'im keyin og'riydi, keyin arteriya bo'g'im bo'ladi. Arteriya mexanizm. Uncha og'riq qoldirish bilan qolmaydi. Virus yo'qotsangiz bo'ldi aslida. Juda oddiy ekan-ku. Ha, juda oddiy. Immun kompleks mexanizm, uchinchi tur mexanizm ishlaydi. Virus bo'g'im zararlamaydi. Shunaqa. Xo'p, qachon surunkaliga o'tadi? Qachon surunkaliga o'tadi? Qarang. Shu surunkaliga o'tish mexanizmi olimlar topishganda bo'ldi. Biz buni endi yengamiz o'ylashgan. Surunkaliga o'tmasangiz bo'ldi-da, kasallikka yengan hisoblanadi. Vaholanki unday emas ekan. Demak, virusni DNKsi tuzilishi o'zi gepatit viruslar ichida faqat bir DNK virusida va DNKsi retrovirusga o'xshagan ikkita halqalik DNKsi uzun hisoblanadi va DNKni bir qismi ochiq turadi. DS DNK deyiladi. DS degani demak defect covalent circulated DNK deyiladi. Bu ichkarida ozroq bu joy bo'sh bo'lib turadi. Asal qilgan shu virus narsani. Endi organizm kirgandan keyin virus gepatit ichiga kirgandan keyin o'sha qoldiq joyini to'ldirib oladi. Qani kim to'ldiradi bilasizmi? Kim? Bizlarni o'zimiz hujayra to'ldirib qo'yadi.
Ha. Boya yadro kirib turadi degan qism defekti bor, ochiq joyi bor. Kirgandan keyin bizni immunitetimizni boyagi hujayramizni ichkarida yadromizda reparativ a'zo borda. Reparativ operatsiya qiladi, qaraydi. Bu cho'ta biz ishimiz kamchilik qilib qo'yibmiz. Xato qilib bizni to'ldirib qo'yadi joyini. To'ldirib qo'ydimi? CCC DNA hosil bo'ladi. Virusning mukammal DNKsi hosil bo'ladi. Bu mukammal DNK endi haydab bo'libsiz endi. Surkanlar. O'sha tana o'zini deb qabul qiladi-da. Bo'ldi, o'sha qolib ketadi akangizni. Xuddi hali epizodga o'xshab qolib ketadi akangizni. Bu surkaga o'xshaydi endi. Unda olib bo'lmaydi. Chata uraganda uni tana o'ldira olmaydi-da endi. O'ldira olmaydi, chiqara olmaydi. O'zimnikini tanib shunaqa o'ldiraman desa, hujayralardan voz kechish kerak. Gepatitdan. uni to'xtatadigan dori yo'qmi o'sha paytda? O'sha dori ustida hozir ilmiy ish olib borilyapti. Hali kashf qilingani ilmiy ish olib borilyapti. O'sha CCD'ni aylantirmaslik yo'lini qidirishyapti. Abdulaziz aka, endi bitta savol meni qiynaydi-da, endi hammani qiynaydi. Nimaga ko'pchilik gepatit B bilan og'riganini bilmay qolyapti? Bilmay qolyapti. Bilmay qolyapti, ya'ni belgilarsiz o'tyapti-da. O'tkir davrdan bilmay qolyapti, surunkali davr bo'lib qolyapti. To'satdan profilaktik ko'rikda, jiddiyroq profilaktik ko'rikda shuni sen gepatit bilan og'rigansan. Shunday. Nima uchun? O'zi kasallik kechishi shunaqada. Kasallik belgi bermaydi-da. Aga o'xshab o'stir kechmaydi. Umuman belgisi yo'q. Bo'lmasligi mumkin-da. Berishi ham mumkin. Holsizlik ham bo'lmayapti. Bo'lmasligi mumkin, holsizlik ham bo'lmayapti. Yo'q, bo'ladi. O'sha narsa bo'ladi. Holsizlik, charchoq, xotira pasayishi, uyquni buzilishi, boyagi astenic sindrom bo'lishi mumkin. Lekin bu belgiga qarab turib bizga B borga deyilmaydi-da. Tekshirishga gumonim yo'q-da. O'shanda biz o'shaning uchun bizda hozirgi kunda express test screening qilinyapti hozir. Aholining ichida shu qaror qilingan farmon bo'yicha hamma aholi tekinga, bepulga express test qilingan. Qilinyapti. Qayerda turadi bepulga? Butun respublika bo'yicha 2 milliondan ziyod tekin tarqatildi. Screening testlar. O'tgan yildan boshlab. O'shandan bir 45 ming gepatit B chiqdi, 46 ming gepatit C chiqdi. Bilmay yurganlar. Ular bilmagan. Bilmagan. Prosta tibbiy ko'rikda bilinib qoldi. Shunaqa. Tibbiy ko'rikda chiqdi o'sha. Balki 5 yildan beri gepatit bilan og'rib yurgan. Balki 5 yildir. Aytolmaydi. Agar surgan o'tgan bo'lsa aytolmaysiz. Qachon necha yil deb bilmay qolasiz. Uni bila olmaymiz demak. Shuning uchun eng yaxshi narsa screening qilish. Screening degani bu to'satdan, ya'ni random sifatida tekshirish. Keldingiz, kelgan odamni tekshirasiz paytinkaga. Tekshirib to'satdan men kasal emasman, unda bosh og'riq otilar, shunda gepatit chiqib kelaveradi-da. Juda ko'p bu. Xo'p, doktorlar orasida yuqish kamaydimi, kamaymadi? Statistikasi. Xo'p, doktorlar orasida yuqish foiz bor. Nimaga? Chunki avariya holatlari bor. Igna sanchib olish, depressiya o'rtasida. Kamaygan. Bu narsa kamaygan. Chunki bunga siyosiy tus jihatda juda qattiq qaralyapti. Har 6 oyda biz gepatit B'ga topshiryapmiz, qaralyapmiz. Gepatit B'si yuqqan doktorlar o'sha xirurg muolaja qilyapti. Xirurg muolajadan chiqib ketyapti. Bu yaxshi tadbirlar bo'lyapti. Juda qattiq qaraydi bunga. Chunki qon orqali yuquvchi infeksiyasi bor bo'lgan vrach xirurg bo'la olmaydi-da. Tushunarli. Xo'p, davolash masalasi. Davolashda gepatit A dan nima farqi bor? Gepatit A'dan birinchi farqi, gepatit B'ni virusga qarshi dori bor. Virusga qarshi ishlagan dori bor. Biz gepatitni davolaganda faqat tananing immunitetiga tayangandik va kutdik. Qachondir kuchi yetadi, to'liq barham beradi bunga deb. Gepatit bo'lib tatga ishlamaydi. Yo'q. Surunkaliga o'tdimi, endi davolaysiz endi kasalni. O'tkir davr qancha davom etadi? O'tkir davr endi belgi bersa, misol boring yana 10 kun, 14 kuncha, 1 oydir, 3 oydir. O'zi 6 oydan oshsa deyilgan kitobida. 6 oydan oshsa gepatit B'ni yuqumli anaqasi, kasallik belgilari. Bo'ldi, surunkali hisoblanadi. Lekin o'zi ana o'tkir davrining belgilari uzoq bo'lmaydi. Lekin o'sha yerda bitta narsa bor. Ko'pchilik adashadi. Gepatit B'ga qarshi, virusga qarshi dori o'tkir davrda qilinmaydi. Virusga qarshi dori qilinmaydi? Qilinmaydi. Nima qilinmaydi? Mantiq o'ylab ko'ring-da. Jigar o'zi qiynalyapti-ku. Yo'q, uni emas. Nima qilaman? Biz talablarga beramiz savol. Gepatit B'ni o'tkir davrda virusga qarshi dori qo'llash kerak emas deymiz. Shart emas. Nimaga? Chunki o'zi 85% tuzalish ehtimoli bor-da. Biz bilmaymiz, hali o'tkir davr surunga o'tar o'tmaydimi? O'tmas balkim. Katta ehtimol o'tmaydi ham 85%. O'shaning uchun o'tkir davrda gepatit B'ga qarshi virusga qarshi dori qo'llamaymiz. Surunga o'tsa boshlaymiz. O'zining kuchi yetadi degani. Albatta. Sizda unaqa emas. Sizda boya 70-80% holatlarda surunga o'tgani uchun o'tkir davrda surungalarni qo'llaveramiz dorilarni. Tushunarli. Xo'p, davolashga qarshi ishlatilgan dorilar hozir tizimli yaratilganmi? Gepatit C'nikini bilamizki, konkret dorisi bor. Va u dorini bir marta oladi, 3 oylik kursini ichadi, ketdi bilan yaxshi bo'ldi. Shunday. Gepatit B'da shu dori nimaga yo'q? Gepatit B'dagi yo'qligi, misol uchun murakkab savol bu. Bu ilmiy ish qilinadi bu masala bo'yicha.
Aytdim, CCC DNAdan chiqish qiyin juda ham. Faqat nima qilasiz? Replikatsiyani to'xtatasiz. Ya'ni virus ko'paymasligini ta'minlaysiz. Zararlangan jigarni boyagi ichida saqlab, qobiqqa olib qo'yib virusni, keyingi zararlanmagan jigar hujayralarni omon qoldirishingiz kerak. Shu vasiyaga tushirasiz. Bu qanday qilinadi? Virusning nagruskani, virus sonini kamaytirib turasiz qonda. Yuqmasligi uchun. Boya orada gaplashdikki, gepatit B'ni surunkali o'tayotgan shaklda DNKning ichidagi ma'lum masofaga o'zini hujayrasining bir qismi kodda o'tirib qoladi, oqsada. Va bu mana shu kod hisobidan butun bir zararli virus DNKsini tana o'zimligini tanishni boshlaydi. O'zimligini tanishni boshlasa, hujayra ichiga olib kiradi va u yerda gepatit B endi o'z xohlamagan holatda yoki o'zi xohlabmi inson tanasi hujayrasiga ichiga kirib egalik qilish huquqiga ega bo'lib qoladi-da. Ya'ni u yerda o'tiraveradi. O'tirib tayyor ovqatdan yeyish mumkin, tayyor hamma narsa qilish mumkin, faqat jigar hujayrasi o'zi ishlashga bermaydi. Bu yomon narsa. Shuning uchun ham buni bilmaydi tana. Tanimaydi. Va u juda me'yordan oshib ketsa, virus tashqariga chiqish boshlagandan keyin qarab turib, ha, bu yerda bor ekanmiz, bo'lgan ekan oldindan degan tushunchaga keladi-da. Bu muhim narsa. Siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa. Siz anglasangizgina bu narsadan qo'rqasiz, bu narsadan qochasiz va bu og'rib qolgan bemor farzandingizni, qarindoshingizni, turmush o'rtog'ingizni himoya qilishga yugurasiz-da, bo'lmasa, borida o'tib ketadi degan gap bilan bo'lmaydi bu narsa. Tushunarli. Davolashda virusga qarshi dori o'tgan davrda berilmaydi. Surunkali dori deymiz. Dori nima qilib beradi bizga? Xo'p, bu aytgandek, zararlanmagan jigar hujayralarni omon qoldiradi. Ya'ni gepataslarning foizi bor-ku. Jigar hujayralarida gepataslar cheklanmagan darajada emas. Ayniqsa surunkali gepatitlarda demak, jigarni regenerativ funksiyasi buziladi. Sog'lom regeneratsiyasi buziladi. Biz bilamiz, kaltagacha domino kesak yana o'sib chiqadi-ku. O'zini qayta yaratish funksiyasi kamayib ketadi. Jigarda shu funksiya bor. O'zini tiklash funksiyasi bor. Lekin afsuski gepatitlarda aynan regenerativ funksiyasi buziladi. Shuning uchun ham bu bemorlarda oxir borib jigarni almashtirish kerak. Oxir borib. Shuning uchun virusga qarshi dorilar mavjud saqlanib qolgan jigar hujayralarni omon saqlaydi. Как будто immunitet bor ekan. Bor nagruskani qanday kamaytiriladi virus nagruskani? Tushunmadim? Bor virus nagruskasini, tanada ko'payib turgan virusni qanday kamaytiriladi? Yo'q, virus soni misol uchun aytdim-ku. O'zi virus DNKsi ko'riladi-da. DNKsi kopiyasi bor yoki xalqaro единицasi bor. Siz qo'llaganingizdan keyin dorining samarasi million bo'lsa, 3 oydan keyin 6 oyga qarasangiz, o'sha milliondan 200 ming chiqib qolgan bo'ladi. Keyin 6 oydan keyin ko'rsangiz, 0 ga chiqib qolgan bo'ladi. U nimani hisobiga tushyapti? Qarang, DNKni ko'payishi sifati bor, bilasiz? DNKni replikatsiya funksiyasi bor. Ha, ko'payishi. Ko'payishi. Ya'ni o'zini kopiyasini RNK sifatida paydo qilishi. Ha, DNK ko'paytiraveradi. DNK ko'payib, mana bitta jigar hujayrasi million virus chiqaradi o'zidan. Million, undan ham ko'p chiqaradi. Ko'paytirgan vaqtda. Endi siz o'sha replikatsiyasi, mana reparatsiya bo'lgan fermentlari bor. Virusning o'zini DNKsini ko'paytiradigan fermentlari bor. O'sha fermentlarni tasdiqlaydigan dorilar bor. Tenofovir, entecavir. Bular non-nukleosid yoki nukleosid, xuddi DNKning tarkibi adenin, guanin, sintaz, timin-ku. O'shani sun'iy adenin, sun'iy timin bor. Shunday boradi-da, xuddi terminal tarkibida. Shunday kirgan vaqtda ichkariga bo'ldi. To'xtab qoladi. DNK ko'paymay qoladi. Shu hisobda DNK ko'paymaydi keyin. Aldab to'xtatib qo'yadi. To'xtatib qo'yadi joyidan, muzlatib qo'yadi. Shana hisobiga bizning xalq tilida muzatildi deyiladi. Virus ko'paymay qoladi. Virus uxlab qoladi, lekin virus yo'qolmaydi. Turadi virus, faqat ko'paymay qoladi. Shuni ta'minlab beradi. Demak, gepatit B'ni davolash jarayonida virusni ommaviy ravishda ko'payib ketishini to'xtatib turish mumkin. Zararlanmagan hujayrani saqlab qolish mumkin. Zararlanganda biz yutqizdik. Ha, shunday yutqizdik uni. Shunday. Boshqa narsa qilib bo'lmaydi. Endi misol jigar zararlanganda jigar hujayralarni tiklovchi gepatit protektorlar bor. Qo'llasa bo'ladi surunkali gepatitlarda. Yoki u baribir zararlanib turgan virus hujayrasini davolamaydi. Davolamaysiz. Xuddi shunday davolamaysiz. Faqat o'sha natijada kelib chiqqan asoratlarni kamaytirasiz. Misol uchun jigar funksiya pasaydi-ku. Misol jigarda detoksikatsiya funksiya pasagandan keyin intoksikatsiyani kamaytiruvchi dorilar qo'llaysiz, amakni kamaytirasiz, ich keltirasiz. Simptomatik belgilar yo'q. Shunaqa. Jigarga qo'shimcha yuklamani kamaytiraverasiz iloji boricha maksimum. O'shancha ham mana shu so'z shunda aytilgan ekanda, virus ichiga kirib oldi, tana ichiga. Uni haydab yo'q qila olmaysan. Buni shunaqa. Afsus. Vaksina qanday yordam beradi bunga? Yo'q, vaksina davolash ishlatilmaydi. Davolash ishlatilmaydi. Profilaktika ishlatiladi. Qanday profilaktika ishlatish? Mexanizmi qanday? Mana. O'zi vaksinatsiyaning mexanizmi organizmni hujayraviy hamda gumoral immunitetga tashqaridan tushishi mumkin bo'lgan agentni tanishtirish. Tanishtirish orqali qo'shimcha qurollantirish.
Qachonki haqiqatdan o'sha virus tushib qolsa yoki bakteriya tushib qolsa, shunga qarshi qurol tayyor turgan bo'ladi. Bu mexanizm shunaqa, immunitet bakteriya mexanizmi. Endi bunda nima qilinadi? Bizaga mana gepatit B virusini yuzasida oqsillar bor. HBs antigen deyiladi. Bu oqsillar orqali bu taniladi organizm. HBs antigen orqali aynan qulf kalitdek hujayraning ichiga kiradi. HBs antigen bu kalit bu. Hujayrada gepatitlarda NTCP degan reseptor bor. Bu reseptor bilan HBs antigen birlashib, keyin jigar ichiga kiritiladi. Xuddi o'zinikini tasavvur qiladi. Jigar hujayrasi keyin kirgizib yuboradi ichkariga. Chunki bu reseptorlar ikkilamchi oksidalar ichiga kirgizuvchi qilingan organizmda fiziologik bor reseptorlar. Lekin virus aqlli. Xuddi o'shani o'zinikidek qilib kirib ichiga kirib ketadi. Endi biz agar HBs antigenga qarshi, misol uchun agar organizmda immunitet hosil bo'lsa, anti HBs hosil bo'lsa, bemor tuzaldi hisob. Bo'ldi. Bemor tuzaladi. Lekin anti HBs bo'lmasa, demak bemor sumkaga ketishga moyil kuchayadi. Endi biz aynan vaksinatsiyada HBs antigenni o'zini yuboramiz. Bu oqsil, bu antigen bu. Antigenni maxsus ajratib olinadi. Rekomendatsiya vaksina qilib tayyorlanadi. Bu juda ham texnologiyasi yuqori texnologiya. Bu o'sha HBs antigenlarni biz organizmga yuboramiz. Va tayyor virus yo'q, antigenni o'zi yuboramiz. Bu antigenga qarshi organizmning o'zi kerakli bo'lgan antifellar chiqaradi, bo'ldi. Mavjud anti HBs kelajakda tushishi mumkin bo'lgan virusni ham himoya qiladi. U veshdan doimiy bo'ladi? Doimiy bo'ladi, faqat booster doz olib turiladi unda ham. Booster doz shuncha ham mana birinchi biz bilamiz homiladorlikda yangi tug'ilgan paytda siraz oladi, chaqaloq. Siraz oladi. Siraz chiqdi, gepatit B qilinadi. BCG bilan gepatit B oladi. BCG B qilinadi. Undan keyin 2 yoshda bir qilinadimi? 3 yoshda. Oylikda qilinadi, oyliklarda. 2 oylikda. Pentada, AKDS, anaqa pentra validasiya olinadi. Gepatit o'zi 2 oylikda bir qilinadi. Shu yerda qilinadi. Ha. Tug'ilganda 2 oylikda, keyin 4 oylikda olinadi joqda. Hozir anaqasini bilmayman, shunaqa 3 marta olinadi. Tushunarli. Shuni o'zi yetarli unga. O'zi eng samarasi yuqori shu o'zi aslida. Bunaqa bolachalarga booster kerak emas. Prosta booster kimga kerak? Mana siz bilan biz yoshimiz olmaganmiz. Bizga kerak. Bizga kerak. Tushunarli. Tushunishi oson bo'ldi-yu, lekin bular qabul qilsa bo'ldi u narsani to'lig'icha. Kerak ekan shu narsa, shug'ullanishimiz kerak ekan. Xo'p, o'sha qo'shimcha dorini bir umr ichish mumkinmi bemor? Bir umr ichadi o'zi. Virusga qarshi dorini? Iloji yo'q. O'zi aslida mana tenofovir, entikovid bir umr ichiladi. To virus unga qarshi rezistent bo'lmaguncha. Rezistent bo'lsa yangi shakl paydo bo'ladi. Yo, doza ko'taramiz shunda yoki dori almashtiramiz. Boshqa iloji yo'q. Boshqa iloji yo'q. Bugungi kunda iloji yo'q. Va yangilik bo'lib qolsa 2 oydan keyin 6 oydan keyin balki boshqadir. Shunaqa. Bni xavfi shuki, D yuqmasligi kerak. D yuqsa nima bo'ladi unda? Kasallik tez avj oladi. Tez seroz bo'ladi, tez rak. Ikkasi bir-birini qo'llab kollaps qiladimi? B dominantlar yo'qotadi, D faollashadi. D sitopatik ta'sir ko'rsatadi. Massiv nekroz tashlaydi jigar. Nekroz tez sodir bo'lgani uchun serozdan tez chalinadi serozga. Bda 20 yillab, 30 yillab yuraveradi. D yuqdimi 3 yilda o'sha seroz qoladi. Kasal. Tushunarli. Zo'r tushundim. Xo'p, vaksina oldi bola, tug'ilgan kuni 2 oyligida, 6 oyligida olib ketdi. Shu bola bir umr himoyalangan bo'lishi mumkinmi? Inshaalloh himoyalangan bo'ladi. Agar virus o'zini anaqasini mutatsiya qildirmasa. Aynan bu qilgan vaksinadagi shakldan boshqa shaklga kirmagan bo'lsa. Kirmagan bo'lsa. Lekin Xudoga shukr, juda yaxshi ishlayapti vaksinatsiya. Xo'p, oilada bitta bemor bo'lsa, boshqalarga himoyalanish uchun qanday tavsiya beramiz? Boya aytdik, jinsiy yo'lga o'qish ehtimoli bor. Xotin, xotindan erga, erdan xotinga, lekin onadan otadan bolaga chaqasi yuqmaydi. Shuni hisobga olgan holatda er kasallangan bo'lsa xotinini, xotin kasallangan bo'lsa erini vaksinatsiya qildirib qo'yiladi. Tekshirib vaksinatsiya qilish. Shunaqa tekshirib qo'yib, keyin oson yo'li bor. Shunaqa. Shu bilan ko'chada endi insonga o'xshab o'zini himoya qilib yurish kerak, umumiy yuqmasligi uchun. Endi muolaja olayotganda aytish kerak. Meniki payt B bor yoki shaxsga ham qon olinsa uni ham aytib qo'yish kerak. Yuqmasligi uchun. O'zini himoyadan tashqari boshqani himoya qilish kerak-da. O'qish kerak emas. Xudbin bo'lish kerak emas. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, gepatit B-ga taalluqli bo'lgan uncha-muncha savollarni gaplashing. Men o'zim muhim deb bilgan nima gaplashilmadi sizga aytishingiz kerak bo'lgan aytmoqchi bo'ldim. Ustida ayting shuni hozir. Gepatit B bo'yicha katta adashuvlar. Bugungi kunda eng katta xatosi gepatit bilan davolamoqchi bo'lgan odamlarni shunga o'xshash. Davolashdami? Davolashda ham, aniqlashda ham. O'zi davolashda bizda xato shundayki, davolayotganda bemorlar xatosi shundayki, bemorlar juda loqayd qarashadi ba'zan kasalligiga. Yaxshiman-ku deydi, chunki haqiqatan yaxshi turib bo'ladi. Ko'rinishda bekin turgan bo'ladi-da. Hali kasallik chalingandan keyin birdan jigarni olib qo'yib tashlamaydi. Jigar kompensatsiya qilib turadi hamma narsani. Dori, virusga qarshi dori bersak, bir oy ichida tashlab yuboradi.
keyin o'shadan keyin aytdi, men dori olmadim deydi, ichmadim doktor, yaxshi bo'ldim deydi. Vaholanki ana shu narsa yomon narsa. Bir oy ichib, keyin ichmaganligi virusni rensinni ko'taraveradi. Endi virus ta'sir qilmaydi shu dori. Demak, kursni buzish kerak emas. Agar sizga kimdir 6 oylik gepatitga qarshi, gepatit B ga qarshi dori bersa, uni buzish kerak emas. Buzdingiz, tanangizda yashab turgan virusni 5 ta shakli bo'lsa, 6-chi, 7-chi, 10-chi shakliga zamin yaratdingiz. Chunki u tanangizda turgan virusdan sal boshqacharoq virus ishlab chiqaradi endi u. Tushunarli. Agar gepatit B to'g'risida qisqa gaplar bo'lsa, yana bafur yo'lda gaplashamiz. Hozir gepatit C eng keng tarqalgan gepatitlardan va 2010-yilda manimcha dorisi tashkillangan edi. 2013-yil saval dori chiqarildi. 2011dan boshlangan bo'lsa, 2013 chiqarildi. 13-yil O'zbekistonda u. O'zbekiston 2015 kelib keldi. O'zbekiston 2015-yildan beri ishlatilayotgan doridan keyin rosa bemalol bo'lib maza qilib qolishdi. Chunki virusga qarshi dorilar kelishdan oldin juda qimmat edi. Avval interferon qo'llaniladi. Pediatrik interferon qo'llaniladi. Juda qimmat. Pegasi degan dori bo'lardi. Odamlar uyini sotib dori olardi. Xuddi rak davolagandek. Shunda samal dori chiqdi, mana hozir Allohga shukr. Xo'p, gepatit C qanday yuqadi? Gepatit C bir qanday yo'q, xuddi shunday yo'qadi. Bir xil yuqish. Bir xil yuqishlar. Faqat C. Ikkita virus birbiridan qanday farq qiladi? Tuzilish jihatdan farq qiladi. Tuzilish jihatdan biri DNKli, biri RNKli. Gepatit C RNKli. Ha, gepatit C RNKli. Yuqish patogenezga farq qiladi. Faqat jarayon jigarga ketganligi uchun umumiy anaqasi o'xshash, klinikasi o'xshash bo'ladi. Virus tuzilishi ham boshqacharoq, kirish yo'li ham boshqacharoq, ana bu hujayra ichiga. Misol uchun gepatit B H5 antigen orqali kirib kelsa, bular anaqa gepatit C virusi lipidlarga bog'lanib kiradi. Organizmdagi lipidlarga, lipoproteinlarga bog'lanib keyin kiradi. Tushunarli. Xo'p. Nega uni tixi epidemiya, jim kasallik deyishadi? Bu shunchalik umumiy viruski, genetik variabilnost deyiladi, mutatsiyaga uchrash juda tez, juda oson bo'ladi. Organizm unga qarshi kurashish juda qiyin. Shuning uchun surunkali o'tish yuqori foiz bo'ladi. Unga qarshi chiqarilgan antitanalar ishlamaydi. Chunki birdan uzatib oladi o'zini. Hujayraning ichida o'zida uzatib oladi o'zini. Tez bo'linadi va tez uzatiradi o'zini. Shuning uchun unga qarshi, misol uchun davo bor, Allohga shukr. Vaksinatsiya topishlar yo'q. Qiyin bo'ladi vaksina topish. Mutatsiyaga juda tez moyil bo'lgan virus. O'sha gepatit C ga qarshi yaratilgan dorini 3 oylik kursi bor, 84 kun bo'ladi menimcha-da. Yo'q, 3 oyligi, demak 12 haftangiz bo'ladi. 12 haftalik bor, keyin agar sirozga yaqinroq bo'lsa, uni 6 oylik beriladi. Yana 6 oylik beradi. Gepatit C umuman gepatit B dan ko'ra sirozga yaqin juda. B ham yaqin, C ham yaqin. Просто C bildirmaydi-da o'zini. O'zi bildirmaydi. B sal bildiradi o'zini. Sizda tez davolansangiz rosa og'rib keladi. Juda og'ir keladi. Tez davolash kerak. Xo'p. Biz bir so'z bilan ayta olamizki, gepatit C'ni ustida yengamiz. Zamonaviy dorilar bilan uni to'xtata olganmiz. Bu yerda muammo yo'q. Davolanish 3 oy ishdi bo'ldi, повторить shart emas. Biz ko'ramiz qaytadan. Virusga dori bergandan keyin tushmagan bo'lsa, virus soni kamaygan bo'ladi. Ma'lum oydan keyin qaytib ko'ramiz, 6 oydan keyin, 1 yildan keyin. Virus soni oshmaydi. Allohga shukr. Oshmaydi, 0 turaveradi. Bizda ishonch hosil bo'ladi, virus yo'q. Tushunarli. Zo'r, gap yo'q. Hop, gepatit to'g'risida kamroq gaplashdik, chunki bu o'zi tepadagi gepatit va B to'g'risida gaplashgan temadan ancha-muncha mujassamlashdi. Klinikasi deyarli o'xshash, diagnostikasi deyarli o'xshash, bir xil yo'nalishda, faqat o'ziga xos bo'lgan ma'lumot omillar bilan deyarli ko'rib chiqdim men. Endi bularni bitta joyga to'playmizda, umumiyroq savollar bilan murojaat qilamiz sizga. Har qanday gepatitda har qanday vrachni birinchi qilishga bo'lgan ishi. Aniqlagandan keyinmi? Aniqlash davomida. Agar birinchi o'rinda gepatit B, misol umuman gepatitlar yuqumli bo'lgani uchun o'zi kasalxonaga bemor kelgandan keyin biz birinchi o'rinda shoshilinch xabarnoma to'ldiramiz. Epidemiolog xabar beramiz. Boyagi kasallikni yana ham oldi ko'lamini kamaytirish uchun. O'sha ajralishni kamaytirish uchun. Shunaqa. 0.8 xizmat qilamiz, shoshilinch xabarnoma beramiz. Shu bilan keyingi etapni kamaytirish, zanjirni uzish uchun. Keyingilari misol yotqizgandan keyin albatta surunkali va o'tkirma gepatit bilishimiz kerak. Va ortiqcha misol gepatit A'larda vahmiy berilish kerak emas. Yunda surunkali shakli bo'lishi mumkin, bo'lmaydi. Uni kutish kerak emas. Uni misol
virusga qarshi dori berishimiz kerak, antibiotik qo'llashimiz kerak degan narsa yo'q. O'ziga qo'yib berish kerak, tamom. Shunaqa ozroq o'ziga qo'yib berishimiz kerak va sindiratib yondashimiz kerak kasallikka. Biz deb aytganda o'tkir davrda virusga qarshi dori kerak emas. Va yana bitta narsa bor, ko'pchilik tushunmaganlar, o'zi aslida haqiqatan ham BSga uchragan bemorlar har 6 oy, har 1 yilda yotib davolanishi kerak jigar uchun. Lekin o'shanda ham poliprogrammatsiya qilish kerak emas. Afsuski, o'z jigarni tozalash uchun, jigarni yengilash uchun yotyapmiz, uni buket dori bilan to'ldirib navza qilish kerak emas. Har xil dori qilib tashlaydi bizda. Bu aynan marketingga chiqib qolishadi-da bemorlar. Bir narsalar qil deydi, shu bilan bemor kissasini aniq qilishadi, qurib qo'yishadi. Va yana bitta narsa bor, sizga yaqin xabaringiz bor, mana bu bir inson chiqdi. Men siroz davoladim, onamni davoladim deb turib, bir qanaqadir apparat topib, men davolayapman sirozlarni degan kasallarni davolayapman deb, hali afsus, juda ko'p. Juda ko'p odam aldab ketdi-da. Hozir Tailandda ham u giyohvand modda bergan ekan ko'pchiligiga. Shuni kunimiz olib chiqdi-ku. O'zi siroz o'zi fanda aytilgan narsa, qaytmas jarayon-da. Bu fibroz emas, siroz. Siroz bo'lgandan keyin kimdir davolayman desa, bilingki, yo meditsina xabari yo'q, yo mashinalik. Nima deyotganini o'zi bilmayapti. Ha, u tushunmayapti nima deganini o'zi. Siroz davolayman chiqadi, ko'pchilik xabarlar. Qanaqa davolaysiz? Siroz o'zi qaytmas jarayon bo'lsa u. Noto'g'ri yondashuvda. Keyin bitta zo'r joyi bor. Shu joyni aytib o'tay. Bir bemor keldi. Buyragidan chiqqan. Buyrak almashtirmoqchi. Transplantatsiya qilmoqchi. Shu qiziq joyni aytib o'taman, boya fikrlar bo'lsa aytasiz. Buyrak almashtirishdan oldin bemor hamma analizlar olinadi. Gepatit B ga, C ga qarshi ko'riladi. O'shanda bemorda gepatit B ga qarshi ko'rilganda anti-HBs bo'lgan bo'ladi qonda. Anti-HBs. O'shanda biz o'ylaymiz, bu anti-HBs bor ekan, bu kasallik o'tkazganmikin, yo vaksina olganmikin so'raymiz bemordan. Bu nima kerak? Chunki vaksina dozasi kamda. Yo'q. Agar bemor vaksina olgan bo'lsa, nur ustiga alur transplantologiya operatsiyasiga kiraveradi. Lekin kasallik o'tkazib anti-HBs hosil bo'lgan bo'lsa, endi bu bemorni shunchaki qo'yib yubormaymiz. Ha, o'zi ketdi unda 3-4 mutatsiyalar paydo bo'ldi. Yo'q. Mana organizm tuzalganligi belgisi, mana gepatit B dan tuzalganligi belgisi, ya'ni surunkali bo'lmasligi belgisi bu anti-HBs borligi. Mana o'tkir davr bo'ldi, surunkaliga o'tmaslik asosiy omili bu. Qondagi asos biz bilishimiz, mana shunga aytamiz. Mana bu san tuzalsa deya olamiz, shunga qarab. Anti-HBs bormi? Demak, gepatit bilan tuzalding deymiz. Kasallikka qo'rqmasdan shu narsa. Surunkaliga o'tmadi. O'tmadi, bo'ldi, tuzalding, zo'r deymiz. Lekin shu yerda joyi bor-da. To'g'ri, o'tkirdan so'ng o'tmadi, lekin bu virus chiqib degani emas. Bizda anti-HBs o'sha mavjud hujayralar ichidagi virusni bloklab qo'yadi, chiqa olmay qoladi tashqariga. Uni ham ma'lum bir darajagacha. Ha, ushlab turadi, bo'ldi, ushlab turadi. Endi biz qachonki buyrakdimi yoki biron bir a'zo hujayra o'tkazsak, o'z-o'zidan biz nima beramiz? Immunosupressant beramiz. Ya'ni o'sha immunitetni pasaytiradigan narsa beramiz. Biz gepatit B'ni yoki gepatitni davolashni kechiktirib qo'yamiz. Yo'q. Bu anti-HBs bor-ku. O'z-o'zidan biz immunosupressant takrorlaymiz qo'llasak, immunitet tushadi, o'z-o'zidan virus uyg'onadi keyin. Biz tuzaldigan virus uyg'onib qoladi. Bitta kasallikni davolaymiz, ikkinchi kasallikni kuchaytirib qo'yamiz. O'shani biz muhim. Bu vaksina olganmi yo tuzalganmi? Tuzalgan bo'lsa, albatta virusga qarshi dori qo'llab, keyin vaksinatsiya qilinishi kerak. Operatsiya qilinishi kerak. Tushunarli. Bu ham muhim juda. Chunki B'ni anaqa qilaman, buyrak almashtiraman turib, endi B'ga chalinib qolish mumkin qaytadan. Afsus, juda og'ir vaziyat. Xo'p, bugungi kunda gepatit B'ni davolash qimmatmi, gepatit C'nimi? Qimmatmi deganda moliyaviy aytyapsiz-da. Gepatit B'ni davolash qimmat. Chunki gepatit B'ga qarshi qo'llangan vechna bo'lishi ehtimoli ham bor. Doimiy ishlash kerak. Tushundim. Qaytalanish ehtimol degan narsa qanday tushunamiz gepatit B'da? Qaytalanish bu aytdim-ku, agar immunosupressant ichsa bemor, bayda undan tashqari boshqa shakl bilan qaytalanishi mumkinmi? Jigarda zararlangan siroz bo'lgan gepatit B misol uchun. Zarar bo'lgan. Siz jigar almashtirmoqchisiz. Yangi jigar qo'ydingiz, endi bu jigar omon qoldi degani emas. Organizmda hali virus bor. Qayerda bor? Yonidagi jigarda bor. Yo'q. Mana to'g'ri, yonida jigar o'zi qurib bitgan u. U olib tashlaydi to'liq. Bitta ikkita bo'lsa istoshlik bo'laveradi-da u. Yo'q, jigar ketgan. O'sha jigar sirozga gepatit tamom bo'ladi o'sha. Lekin bu hali virusdan qutuldi degani emas. Chunki viruslar nafaqat gepataslarda, balki limfositlar yashaydigan xususiyati bor. Limfositlarda o'ldirish uchun yutib olgan. Integratsiyalanib qoladi. Boyagi DNK ana bu limfosit DNKsiga integratsiya qiladi, yopishib qoladi. O'sha hisobiga kelajakda yana o'sha ko'chirib o'tkazilgan jigarga o'tish mumkin yana. Tushunarli. Xo'p, Abdulaziz aka, mana gepatit C'ni deyarli gaplashib tugadi. U gepatit bilan deyarli bir xil, kechishi ham bir xil, prosta davolashlik taktika o'zgacharoq. Endi bizga mehmon bo'lgan, oxirgi paytlarda kirib kelgan va keskin ko'payayotgan gepatit D. Buni
biz doktor sifatida bilamiz, bemorlar uncha-muncha tushunib qolgan, bu mix. Ya'ni Super gepatit super mix. Gepatit B bilan birga D kechadi. Gepatit D ni o'zi alohida kelmaydi. Dni o'zi alohida kelmaydi. Kelmaydi. Qachon gepatit B bo'lsa, gepatit D bilan birga keladi. Shunaqa. Nimaga gepatit C bilan kelmaydi? Chunki A bilan kelmaydi. Ha. O'zi bu opa singilda bu ikkalasi. Opa singil qobig'i gepatit B ni qobig'ida. D ni o'zi misol qobig'i yo'q, B dan oladi. C dan olmaydi. Ha. Kirish yo'li va HBs antigen dedik-ku. HBs antigen D ham qo'llaydi. HBs antigen ichida yashaydi, qobiqda yashaydi. O'sha qobiq bilan kiradi, o'sha qobiq bilan chiqadi. Shuning uchun C ga umuman aloqasi yo'q, faqat B bilan tushadi. Yo birga tushadi organizmga, birga tushsa bu co-infeksiya deyiladi, birga tushsa B bilan D. Yoki B yuqib ma'lum vaqtdan keyin D yuqsa, u superinfeksiya deyiladi. Superinfeksiya. Xo'p, bularning xavfi nimada? Birlashganligini. Birlashganlik xavfi ikkita katta kuch bu. O'zi superinfeksiya og'irroqmi, co-infeksiya og'irroqmi savol beriladi. Co-infeksiya yengil bo'lsa kerak. Shunaqa, co-infeksiya sal kuchsizroq, lekin superinfeksiya og'ir o'tadi. Chunki co-infeksiyada hali, ya'ni bir vaqtda ham gepatit B, D birga kirib kelsa, tanada immunitet borda, bunga ham qarshi turish oladi. Gepatit B bo'lib turib, keyin unga superinfeksiya bo'lib u qo'shilsa D. Charchagan organizm shu. Bunda charchagan, tinkasi qurigan organizmga xohlagancha bana u birinchi bitta katta askarlar borib bitta davlatni vayron qilgandan keyin bemalol kirib kelaveradi-da u. O'lgan ustiga kirib keladi. Yengish oson bo'ladi. Shuning uchun D tushdimi, endi bu yog'i og'ir. Sal og'ir bo'ladi bu yog'i. Serozga tez o'tadi. Serozga tez o'tadi, gepatosellular karsinoma, shunaqa. Portal gipertenziya, assit ketaveradi. Davolash qanaqa bo'ladi gepatit D ni? Eng qizig'i biz aniqlash birinchi. Aniqlash. Xo'p, biz bilma B bo'ldimi bo'lar. Ma'lum vaqtdan keyin 1 yildan keyin, 2 yildan keyin D ni ham qarab turamiz har doim. Yuqtira olmadimi ekan deb qarab turamiz. Gepatit B ni nazorat qilish fonida gepatit D ni ham dozasini tekshirib diagnostika qilib turamiz. Bormi yo'qmi qilib turamiz. B bo'lgan bemorlar qattiq qarash kerak o'ziga. D ni yuqtira olish kerak emas. D ni yuqtirib olsa, ularning ahvoli sal og'irlashish boshlanadi. Tezlashadi jarayon. Shuning uchun D ni yuqtirib olmasa, mayli yurar, yillab yurishi mumkin bemor. 20 yil, 30 yil umroq yurishi mumkin, lekin D tushgandan keyin jarayon endi og'irlashadi. Gepatit Y-chi? Y endi kam uchraydi, lekin bu enteral virus, ya'ni gepatit A bilan adenokarsinom o'xshash. Faqat bu homiladorlarda hamda emiziklarda juda og'ir kechadi. Ko'pincha o'limga tugaydi. Bizdan aniqlash imkoniyati bormi? Bizda reagentlar menimcha yo'q. Lekin bizda uchramaydi mana. Uchramaydi-a? Endi biz uchramaslik deyishimiz nisbiyda. Chunki reagent bo'lgandan keyin biz aniqlamaymiz-da. Aniqlamaymiz. Balki yonimizda nechta gepatit Y bilan og'riganlar yuribdi. Balkim uni ko'rish kerak. Uni reagenti yo'q. Endi ustoz aytsa-da, bizda ushlamaydi deyishadi. Balki ushlamas aslida. Lekin Xitoyda vaksinasiya bor. Xo'p, endi nozik nuqtaga keldik. Nozik nuqta nima edi? Bu sirroz. Sirroz nima? Xo'p, sirroz bu normal jigar arxitektonikasini, tuzilish birligini buzilishi. Bu nafaqat hujayralar sonidagi tarkibida o'zgarish bo'ladi, foiz va sifatida ham o'zgarish bo'ladi. Boyagi jigar shakli bor-ku, jigar shaklini ta'minlab turgan stroma hujayralari bilan gepatitlar, parenxima a'zolar o'rtasida muammo anaqa muvozanat buziladi. O'zi jigar tuzilishini gaplashib o'tsak bo'ladi-da. Jigar yurakka o'xshab yoki o'pkaga o'xshab kavak organ emas-da. U ichi to'la organ. Parenximoz organ. Uni ichi bir teshik joy emas-da. To'liq ichakka o'xshash emas u. Teshik biri orqa old teshik emas. U ichi to'liq organ. Endi jigar tuzilmasida 80% yoki 70%ni gepatitlar qiladi, gepatitlar. Bu normal ish bajaruvchi hujayralar. Qolgani ularni himoya qilib turadigan, jigar shaklini berib turadigan stroma hujayrasi bo'ladi. Qon tomir hujayralari, ito hujayrasi, Kupfer hujayrasi bular hammasi jigarga yordam beradigan anaqalar, hujayralar. Endi qachon sirroz bo'ladi? Surunkali gepatitlarda sirroz bo'ladi. O'tkir gepatitda sirroz bo'lmaydi. Surunkali nimaga? Chunki bizda gepatitlarda dissiya bo'shlig'ida ito degan hujayralar bor. Satir hujayra, ito. Ito hujayrasi surunkali yallanishga faollashaveradi, faollashib oxiri miofibroblastka aylanadi, kollagen chiqarib tashlaveradi. Kollagen chiqarib zobit bo'lgan, o'lgan, nekroz bo'lgan gepatitlar o'rniga fibroblastka kuchaytiraveradi. To'qima fibrozani bor. Go'yoki u himoya. Asli himoya aslida o'zi. Lekin bu tartibsiz bo'lgani uchun boyagi bilsangiz, anatomiyada jigar hujayrasi bilan kapillyar qon tomir o'rtasida bazal membrana yo'q, ochiq turadi. Fenestra bor. Tez-tez almashuv bo'lishi kerak. Ana shu dissiya bo'shliq deyiladi shu. Dissiya bo'shlig'ida ito hujayrasi bor. Ito hujayrasi va sinusoid ichida makrofaglar bor. Ana shu ikkalasini muvozanat tutganligi tufayli ichkaridagi tozalanib turadi har doim. Toza qon kirib turadi ichkariga. Endi ito hujayrasi surunkali yallanish natijasida rivojlansa, boyagi dissiya bo'shlig'ini kollagen to'ldirib yuboradi.
Ha. Kallaga to'ldirgandan keyin o'z-o'zidan trofikka buziladi. Oziq olmay qoladi gipotaslar. Ishemiya hisobiga, oziq olmay hisobiga gipotaslar o'lib boradi. Ikkilamchi o'lib boradi bu yoqqa. Boya virusdan o'lgandik, endi bu yoqda ikkilamchi. Oziq olmay qoladi-da. Qon tomirdasida perfuzia buzib qoladi. Va o'z-o'zidan gipotas nobud bo'ladi, sekin-sekinligi bilan. Tushunarli. Va qaytmas jarayon boshida fibroz, keyin siroz bo'ladi. Xo'p. Endi qarang, jarayonni nima og'irlashtiradi? O'sha o'zini o'zi o'ldirishligimi yoki mana bu paydo bo'lgan hujayralarmi? Qaysi paydo bo'lgan hujayralar? Gepatit sirozda. Boyagi chandiq. Ha. Birga parallel kechadi bu narsa. Mana U to'xtatib bo'lmaydi buni. zanjirda bu. Mana jigar hujayra parchalanyapti-ku. Deylik, 1000 ta jigar hujayrasi bor edi. Gepatit C ham, B ham, D ham, A da yo'q endi. B, C, D, E ham keldi deylik. 300 ta bo'ldi hujayrasi. Aha, 700 ga yetdi. 700 ta ketdi, nobud bo'ldi. Endi siroz mavjudi boshlandi. Chunki ommaviy ravishda jigarning hamma to'qimasi bir tush to'qimaga aylanib ketyapti. Ha, qarang, yerda normal funksiya bilan buzilgan funksiya o'rtasida farq bor. Shuni so'ramoqchiman-da. O'zi normada 700 ga 700 tiklanish kerak. Jigarga hujayra tiklab olish kerak. Bu regeneratsiya. Gipotaslar tez regeneratsiya qilinadi. Bu tabiiy hol. Tabiiy hol, normal funksiya. Bizda nimaga tiklanmaydi? Tiklanmasligi sabab boya aytganimdek, surunkali yalllanish omili ito hujayrasi faollashtirib qo'yadi. Ito hujayra faollashgani tufayli 700 ta hujayra o'lgan hujayra o'rni tiklanmay qoladi. Chunki u oziqlanmayapti-da. Mavjud gipotas oziqlanmagan hisobiga o'rni tiklanmayapti, o'rniga chandiq hosil bo'ladi. Chandiq hosil bo'lgan, chandiq qo'yib bermaydi boshqa gipotaslar ko'payishiga yo'l yo'lakay. Unda hozir mana bu gapilayotgan dorilarning ko'pchiligi chataqku, ha? Qaysilar misol uchun? Nechta gapilyapti-ku, gepatoprotektorlar jigara qayta sintezlayapti, biz yorib yuboryapmiz, bo'lib yuboryapmiz deganlar. O'zi sekin-sekin kechgani uchun bizada anaqada jigar shunchalik bizga aytib, jigarim deydi-ku, biz anaqa xalqda termin bor. Yaqinim degan. Bildirmaydi-da jigar. Shunaqa ovozoki, tamom bo'lmaguncha bildirmaydi. Ana mashinalar o'rtada foydalanib oladi. Biz davolayapmiz deb o'rtada. Jigar zalim bo'laveradi. Borib oxiri 10% shunga bilinadi. Vaqtinchalik yaxshilanish bor. Shunaqa. Ko'ngil ko'tarishiga psixologik ataka bor, boshqa narsa yo'q. Shunaqa. Endi mavjud dorilar bor. O'sha ito hujayrasini faoliyatini kamaytirishga qaratilgan, kollagenlarni hosil bo'lmasga qaratilgan, fibroz kamaytirgan dorilar bor. Endi shuning uchun 6 oy har bir yil kelib turish kerak, yo'qmi yo'lda davolanish kerak. Kasalxonada. E'tiborsiz bo'lish kerak emas o'zini sog'lig'iga. Siroz endi aytibman, siroz oxir transplantologiya. Tushunarli. Xo'p, 3 ta gepatitdan qaysi biri birinchi olib keladi? Sirozgami? Endi bu haqida aniq bir narsa deyish nisbiy juda ham. Nisbiy. B ham, C ham, D ham. Любой yoshda, любой paytda olib kelish mumkin. Tushunarli. Xo'p, endi blitz savoliga o'tamiz. Gepatit A, B, C, D biz iloji boricha sizni saviyangizga gaplashishga harakat qildik. Ya'ni siz anglashingiz uchun o'zi unga taalluqli biz ilmiy gaplarimiz yetarli. Faqat saviyangizni aniqlashga harakat qildik. Bu yerda kimdir o'rtamizda baribir doktorlar bor, ular ko'rib boshqacharoq xulosaga kelmasin. Iltimos qilgan bo'laman. Turli xil yozuvlar bor-da, kommentariyada. Endi har narsa qo'limda imkon bor ekan, yozish mumkin ekan va yashinaman deb o'ylamang. Bu sizni bir pasda topiladi. Bu dalilni o'tib ketdik biz. O'ylab yozish kerak, o'ylab fikr qilish kerak deb o'ylayman. Xo'p, birinchi savollar. Bular mana shu mavzudan kelib chiqqan savollar. Odamlar gepatit bo'yicha eng katta xatoni nimada qiladi? Gepatitlar bo'yicha. Umumiy-a? Menimcha gepatit kasallik belgilari bildirmagani uchun juda o'zi e'tiborsiz bo'lishadi. Gepatit borligini bilishadi. Mana B bor deydi, manda deydi, D bor deydi. O'ziga tushadi, qarasa o'ziga hammasi yaxshi deydi. Bilgan narsasini yeydi, ichadi, yuraveradi. Bilib qo'ying, gepatit B virus yoki C virus yo'qdimi, alkogol ikkilamchi jigar zarari bor ekan, tezlashtiradi jarayonni. Qaytagalik mumkin emas. Ha, mumkin emas o'zi aslida. Aholi men yaxshiman deb bilganini qilaveradi. Oxiri zararlangandan kech bo'ladi keyin. Tushunarli. Ikkinchi savol. Ikkinchi savol. Uy sharoitida o'zim davolanaman deyish qanchalik xavfli? Agar umumiy qaraymiz, juda xavfli. Umumiy davolab bo'lmaydi. Chunki qanaqa bemorda shuncha bor. Qo'liga o'zi qilich olgan o'ziga bizlar, ha? Shunaqa, u tushunmaydi-ku gepatit B nimaligini. Yoki yo'nalish kerak qanaqa? Albatta, giyohlarni davolayman deydi. Biz bilmaymiz giyohlar ichida nima bor, nima yo'q. Balkim zarar qiladi u. Gapirmang. Uchinchi savol. Qachon shoshilinch ravishda shifokorga murojaat qilish kerak? Endi kasallik belgilari bormi, borish kerak. O'zi kasallik. Biz yuqorida sanab o'tgan hamma belgilar. Ha, bormi, borish kerak. Ikkinchisi, belgilar bo'lmasa ham skriningga borib turish kerak. Har 6 oyda. Har 6 oy borib turish kerak. Har 6 oyda borib qiladigan ishlar bor. Maksimum 1 yilda borib turish kerak. Tushunarli. Keyingisi, gepatitdan butunlay himoya qilinishi mumkinmi? Bu to'g'risida o'rtada gaplashdik, bu yerda jamlab oxirida endi. Xo'p, Aga qarshi vaksina bor.
Bga qarshi vaksina bor va plus shuki, Bga qarshi vaksina Dga qarshi ishlaydi. Bga qarshi vaksina D ham yo'qmaydi. Vahshiy zo'r ekan. Bda yo'q. Zo'r ekan. Cga qarshi dori bor. Xo'p, endi shu gepatitlarni oldini olish uchun tinglovchilarga sizdan 3 ta asosiy ko'rsatma. Oldini olish uchunmi? Hop, ijtimoiy masala endi bu yog'i. Birinchi o'rinda buzuq yo'llarga yurmaslik. O'zi o'sha mustaqillikdan keyin aholining ko'pchilik ishlab maqsadida Rossiyaga ketgandan keyin va erkaklarni Migratsiya hisobidan. migratsiya qilib uzuq yo'llarga kirib ketish bo'lganda, jinsiy yo'lni o'qish yo'li bor-ku. Ular yuqtirib olgan, shu bilan OIFni yuqtirgan, gepatit Bni yuqtirgan, Sni yuqtirgan, keyin kirib kelgan O'zbekistonga keyin. Keyin ko'payib ketgan juda bular aslida. Birinchi anaqa shu, tinch, to'g'ri yurish. To'g'ri hayot rejimda yurish. Keyin Jinsiy partnyorlar bitta bo'lishi kerak. iloji bor. Jinsiy partnyor va o'sha jinsiy partnyor bilish kerak. B, C da yo'qmi, bilish kerak narsani. Bo'lsa, darrov o'ziga vaksina qilib qo'yish kerak o'ziga. B yuqqan bo'lsa agar. Tushunarli. Ikkinchisi, Ikkinchisi tozalik. shaxsiy gigiyena. Albatta, xohlaymizmi yo'q shaxsiy gigiyena. Britva o'ziniki bo'lishi kerak. Tish yuvish vositasi o'ziniki bo'lishi kerak. Har bittasi o'ziniki bo'lishi kerak. Qayerda bo'lsa ham. Qayerda bo'lsa, olib yurish kerak. Sochiqlar o'ziniki bo'lishi kerak. Shaxsiy gigiyena birinchi o'rinda turadi har doim. Tushunarli. Uchinchisi, yeb ichish. to'g'ri bo'lishi kerak. Chunki gepatit bu asli gepatit virusdan tashqari va aytibki virusga bog'liq bo'lgan kasalliklar ham bor. Aynan sato gepatitlarda aynan ovqatlanish rejimining yomonligida aslida o'zi boshqa kasallik. Ovqatlanish rejimini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Tushunarli. To'g'ri rejimda yurish kerak ovqatlanishda ham. Zo'r. Tavsiyachi rahmat. Xo'p, qachon analiz topshirish kerak? Gepatitlargami? Bu aytgandek, har 6 oy yo 1 yilda. Har 6 oy birlikda. Xo'p. MRT emas, qaysi tekshiruvlar muhim? Agar MRT bo'lmasa. MRT o'zi bizda ja katta ahamiyatga ega emas. Bizning raqamimizda. Chunki siznikida klinik jihatdan bemor o'zi gapiradi. Umumiy qon tahlili, jigar testlari bor, virusga qarshi IFA bor, PCR bor va fibroskan bor. Shular bilan biz bemalol ishlaymiz. MRT endi ba'zan rakka aylansa, unda kelib qolishi mumkin. Tushunarli rak. Gepatit bilan bir umr yashash mumkinmi? Albatta. Faqat uni inson to'g'ri qabul qilish kerak. To'g'ri tushunish kerak, hayot tarzini o'zgartirish kerak. Dorilarga yashash kerak. Teskarisiga o'ziga kontrata qiladigan tizimga tushib qolish. Bu o'ziga o'zi qolib qolgan kishining joyida shu. Gepatit bilan bir umr yashash mumkin. Faqatgina nazorat bo'lishi kerak doim, to'g'rimi? O'zini ustida nazorat qilib. Nazorat bo'lishi yuqorida aytgan qoidalarga muvofiq. Sport bilan jismoniy faollik gepatitni qaysi davrda mumkin va qaysi davrda doimo mumkin emas? O'tkir davrda hamda surunkali xuruj davri kategorik mumkin emas. Kategorik umuman mumkin emas. Unga faqat tinchlik kerak, chunki jigarni qayta tiklashimiz kerak. Bu yerda nafaqat jismoniy aktivlikdan, balki yeydigan mahsulotdan ham tinchlik kerak. Xuddi shunaqa. O'zini saqlash kerak o'sha vaqtda. Jigarga dam kerak o'sha vaqtda. Qolgan paytlarda, qolgan surunkali davrlarda yengil jismoniy, unda ham og'ir yuklarni ko'tarish kerak emas. Yengil jismoniylar mumkin. Xo'p, spirtli ichimliklar va oxirgi paytdagi gazlangan ichimliklar va chekish qanchalik jarayonni tezlashtiradi? Jarayon qancha tezlashtirish kerak, tezlashtiraveradilar. Misol uchun alkogol. Alkogolni bilasiz, jigarda zararlantirish jigarda bo'ladi. O'z-o'zidan jigar funksiyal pasayish, misol jigar etil glikol, etilenni pasaytiradigan fermentlar pasaygandan keyin o'z-o'zidan o'sha spirt jigarni o'zini zararlaydi. Еще anaqani xuruj qiladi, jarayon og'irlashtiradi spirt. Nikotinlar endi mana bu sigaretlar esa qon tomirlari ishini qattiq faoliyattiradi. Tushunarli. O'zi shundoq ham perfuziya buzilgan. Sirrozni anaqa tezlashtiradi yana ham. Yana battar buzadi. Yana nima deysiz? Spirt energetiklar. Energetiklar endi bu hozirgi trend hozir. Buni endi men alkogol, sigaret avvaldan bo'lgani uchun uni biz asoratlarni ko'rganmiz-da. Energetik hozirgi trend. Endi buni asoratlarni biz keyingi yillarda, 10 yilda ko'rib boramiz endi. Balki biz ko'rmasmiz. Ko'rmaylik ham. Ko'rmaylik ham. Tushunarli. Xo'p, diyeta haqiqatan muhimmi? Diyeta muhim. Misol uchun, sirrozda oqsilli mahsulot, Sirroz emas, gepatitda. Gepatitda endi qarang, o'tkir davr hamda surunkali xuruj davrida diyetaga qattiq qarash kerak. Yuklama qaytarib tashlash kerak. Nimani tushunasiz bu yerda diyeta deganda? Diyeta deganda oziq mahsulotlarni cheklash, ayrim mahsulot cheklash. Uni tushundim, nima shu? Oqsil cheklanadi, yog'li mahsulot cheklanadi, qovurilgan mahsulot cheklanadi, hamda fast foodlar cheklanadi. Kola fanta cheklanadi. Yengil hazm bo'ladigan ovqatga o'tish kerak. Suyuq mahsulotlar qayerda? Iloji bo'lsa jigarga navbatga berish kerak. Shunaqa, jigar minimal ishlash kerak vaqtda. Tushunarli. Zo'r. Ma'lum bir ma'noda tugal, qisqa, hatto biz oddiy fuqarolar tushunadigan darajada suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Mana savollarim tugadi.
blitsolargacha. Sizda suhbat davomida gaplashgan gaplar ko'rdingiz, bildingiz, o'zingiz javob berdingiz. Ancha maroqli suhbat bo'ldi. 2 soat bo'lib qoldi deyarli. Qaysi savolni yoki qaysi javobni yoki qaysi narsani gapirmoqchi edingiz, men so'ramadim shuni. Menimcha, men xavotirim shundayki, biz bergan ma'lumotlar ko'p ma'lumot bo'ldi. Tinglovchi Qo'rqib qolmasa ko'tara oladimi yo'qmi, shu narsani qilyapti o'zi. Chunki shu ma'lumotlarni ham o'zlashtirib, nafaqat tinglovchi, vrach bo'lsa ham, vrachlar uchun ham bu yerda kerak ma'lumot bo'ldi. Men vrachlarga aytgan bo'lardim, lichinani iltimos sal kitob o'qish kerak, ochish kerak. Misol uchun virusga qarshi dorilarni qo'llash ko'rsatmalari bor-da. Biz har doim PTSRda virus soniga qaraymiz. Virus soni qanchadan oshgandan keyin dori beramiz, qanchada dori ta'sir qilganini bilamiz. Shu narsaga qaramaydi nimagadir ko'p vrachlar. Virus sonini tushunmaydi. Virus navbasi yo'q tushuncha. Virus navbasi haqida tushunmaydi. Misol logaritmni beradi-da, logaritm 2.4 ko'paytirgan 10 ustida 3 beradi. U nimaligini bilmaydi misol uchun. Qachon berish kerak, qachon bermaslik kerak, uni vrachlar to'g'ri tushunish kerak, uni o'rganish kerak. O'zini ustida ishlash kerak hozir bo'lsa ham. Hammaga giptral yozish kerak emas yoki hammaga mana shu ekan deb qo'llash kerak emas. Dorilarni bemor ustida quyon qilish kerak emas-da. Samarali protokol bo'yicha ishlash kerak. Protokolimiz bizdan zo'r tuzilgan. O'zbekistondagi gepatitga qarshi protokol zo'r tuzilgan. O'qish kerak o'shani. Shart emas chet ellik alifda o'qish. Chunki protokol zo'r tuzilgan haqiqatan ham. Shuni u zamon talab asosida quriladi-da. Uni siz bilan menga o'xshagan bitta odam qilganda. Ikkinchidan, men o'zim qo'shgan bo'lardim, balki shu savolni bermadim deb o'yladim. Dietaga o'ta muhim qarash kerak. Jigarga bo'ladigan nagruzka o'zi virus nagruzka bo'lib turibdi unga. Virus bittasi ichiga o'tirib olgan, uni o'zimga deb qabul qildirib olgan, kodlatib, shu orqali hamma joyni boshqaryapti. O'zi jigar qiynalib turgan joyda biz unga nagruzka berishimiz kerak. Nagruzka nima? Tanada har qanday narsa, hatto chekkan sigaretingizni tutuni ham jigarga borib, deformatsiya bilan o'zgarib bu yerda laboratoriyada o'tib keladi. Bu degani nima qilish kerak? Jigarga erkinlik berish kerak. Ochlik. Ertalab soat 8 da zavtrak qilingiz, obed qilmaydi, kechgacha chidang. Mana shu narsa jigarni o'zini qayta tiklash uchun imkon bo'ladi. Bizda bilamizki, boshida ham gapirdik podkastda, kasal kelib qoldi, bemor kelib qoldi yoki bemor bo'lib qoldi deb urtiq, baquvvat ye, sen kasalsan, kuchga to'lishing kerak. Holsiz haqiqatan kuchi, unaqa kuchga to'ymaydi u. Uni kuchiga to'lmaydi u. U aksincha jigarni battarroq mazasini qochiradi. Nimaga? O'zi jigar hujayrasi o'lib bo'lgan ma'lum qismi. Hozir qolgan qismi ham o'lishdan qo'rqib kurashib yotibdi. Uning ustiga biz hazm qiladigan ish yuklama beryapmiz-da, oshchi yuklama beryapmiz. Bu xuddi 50 kilo ko'tara oladigan otning ustiga yana 100 kilo yuk tashagandek gap-da. Men shaxsan va Abdulaziz aka nomidan shu narsani iltimos qilmoqchimanki, dieta deganda mayna stoli jihatdan shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Nafaqat gepatit, balki gepatit bo'lmagan bemorlar ham. Tushunaman. Hamma. Shuni tushunaman. Voy oz, lekin samarali to'g'ri yeyish kerak, qo'llash kerak. Zo'r, tushunarli. Rahmat Abdulaziz aka. Sizga kattakon rahmat chaqirganingiz uchun, e'tibor uchun. Chaqiriqqa labay dedingiz. Zero bu to'g'risida bir 7 ta 8 ta savol bo'ldi sizdan. Boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham so'rashgan. Bizda qat'iy chegara yo'q. Siz bilan kerak bo'lsa 20 marta suhbat qilishimiz mumkin. Har bitta suhbatimizda shunaqa bitta temani tanlab, uni bizni fuqarolarimizga yoki bo'lmasa bizni muxlislarimizga savobli yoki bo'lmasa tushunarli bo'lishligi muhim. Mana shu podkastimizni ko'rib, mayli 100 ta odam ko'rsin, lekin shu 10 tasi o'zi uchun turmush tarzida o'zgartirish mumkin bo'lgan nuqtani topsa, biz missiyani bajardik. Yutug'imiz shu. Hayotdagi missiyani bajardik degan. Millionta protsent turib birontasi ham faqat kulib qo'ysa bo'ldi, o'zi bilan ish bitmaydi. Shunday. Keyin shu o'rinda bitta gap aytib o'tay. Kecha yaqinda televideniyaga chaqirishdi. Anaqa aytyapti, teleboshlovchi aytyapti. Gepatitlar mana bu bildirmasdan sirozga boradi-ku. Shuni tashxisotni yaxshi olib bormayapsizlar deb vrachga aytyapti-da. Vrach u mikrofon qo'lda bo'lmaydi u odam. Vrach kasalxonada ishlaydi. U tashxisotni vrach odam olib bormaydi. Vrachning oldida bo'ladigan bemor tashxis qiladigan bemor emas, u tashxisotdan necha yildir o'tib ketib, u etapdan filtr bo'lmagan bemorda u. Aholida shu so'ragan bo'lardim. Agar YouTube'ga kirsa yoki bir ijtimoiy tarmoqqa kirsa, ko'rasizlar. Bo'lgan fayllarga, keraksiz bir postlarga bir millionlab like, millionlab prosent yuqori bo'ladi-da. Va qayta ko'ruvlar bor. Na hayot uchun, na oxirat uchun foydali ishlar. Hech qanday foydasi yo'q shu fayllar. Birov ustidan birov kulgan, birov ustidan birov mazza olib qolgan, shu narsani ustida o'tirishadi. Lekin o'zlari uchun hayotda manfaatli bo'lgan, mana salomatlikka doir yoki oxiratga doir narsa bo'lsa ko'rilmaydi. Iltimos qilardim, aholi o'zlari uchun mustaqil fikrlab ko'rishsin, o'zlari ustida ishlab ko'rishsin. Nimaga men buni ko'raman, nima uchun kerak? Salomatlik uchun muhim narsalar shu hammasi. Hech kim kafolatlanmagan. Na siz, na men, na aholi kafolatlanmagan kasallanmayman deyilmaydi. Balki bugun gepatit yuqtirgansiz. Uni bilib bo'lmaydi. Shuning uchun
uni juda qarash kerak emas. Meditsina bu muhim soha. Bu din qanday bo'lsa, meditsina xuddi o'sha narsa. Xuddi shunaqa. Sog'liq bilan o'ynashadi. Narigi ruhiy sog'liq bilan bu jismiy sog'liq bilan o'ynashadigan narsa. Xo'p, rahmat Abdulaziz aka. Sevmatga rahmat. Xursand bo'ldim taklifga labba deganingiz uchun va bir qancha ma'lumotni o'rgandim. Tomoshabinlarga ham fikringizni bildirdingiz. Men foydali bo'ldi deb o'ylayman. Shu bilan podkast yakunlaymiz. Rahmat sizga ham. O'sha gap, men har doim aytadigan gapim, bemorlikni yoki bemorlikka moyil bo'lgan tanangizni anglash kerak. Anglasangizgina siz uni davolashga qarab to'g'ri yura olasiz. Sababi nimadaligini tushunmasangiz, boshidan o'tarigan baliqqa o'xshab suzib yurasiz. Nimada ekan, o't o'lan ichishni boshlaysiz, keyin narigi ichishni boshlaysiz. Men ustimdan rosa shikoyat bo'lgani uchun bu to'g'risida gapirishni yoki shikoyat qilishni xohlamadim, lekin jigar sirrozi bo'yicha ham, jigar gepatitlari bo'yicha ham xato qilayotgan odamlar juda ko'p. Ular bilmasdan xato qilyapti. Bilmaydi, ular aybi yaxshi o'qimaganligi. Balki bu yetib borsa, uncha-munchasi o'zgarib, o'zini eplab olar. Xayr, bizdan uzoqlashmang. Oxirida eng ko'p ishlatiladigan gapim, bugun tekshiring, ertaga afsuslanmang. Bu gepatitga juda qattiq qarashli yoki tegishli narsa. Bugun tekshiring, ertaga afsuslanmang. Bizga kanalda obuna bo'ling. TikTok, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube. Aslish podkastini tarqalishiga, boshqa odamlarga yetib borishiga hissa qo'shing. Buni qanday hissa qo'shasiz? Antam plastik karta yozib turib, shunga pul tashing demayapman. Videoga like bosing, izohlarda ko'proq kommentariy yozing va videoni tarqating. Yaqinlarga, o'rtoqlarga, gruppalarga, sinfdoshlarga, qariyalarga, hammasiga, umrachilarga tarqating. Inshaalloh ma'lumot qancha ko'p tarqalsa, shunchalik ko'p odam ko'radi va foydali bo'ladi. Omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.